Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana Xudo xolisa bugun Buxgalteriya 360 podkastimizni navbatdagi sonini olamiz va biz har doim maqsad qilganimizdek sohadagi o'zini yo'nalishidagi eng top bo'lgan mutaxassislarni chaqirganmiz va bugungi mehmonimiz O'zbekiston bozorida o'z yo'nalishlarida nomer 1 bo'lgan Amon aka Olimov. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Rahmat taklif qilganingiz uchun. Bugungi podkastimizda qiynab qo'ymaysiz deb o'ylayman, xudo xolasa. Agar imkoni bo'lsa, men sizni juda yaxshi taniyman, lekin auditoriya uchun, umuman bizning auditoriya uchun o'zingizni qisqacha tanishtirib o'tsangiz. Xo'p, ismim Amon. Hozir aytib o'tganingizdek, familiyam Olimov. Men o'zi IT sohasida 15 yildan ortiq, u maktabdan beri shu ITning hamma sohasida ishlab chiqdim va oxirgi yillarda shu narsani guvohi bo'ldikki, biznesga ko'proq, bizning bizneslar ko'p o'syapti, tez o'sayotgani uchun noldan yaratmasdan velosipedni tayyorroq xalqaro standartlarga olib kirishimiz kerak, tayyorroq решениyalar berishimiz kerak deb mana shu ERPlarni qidirdim va Odoo degan ERP menga yoqdi. Chunki bizga bozorga juda ham mos kelar ekan. 3 yildan beri shu sohadaman, ERP joriy qilishda biza buni ketidan nafaqat IT, balki biznesni o'zini yaxshi bilishimiz, ishlab chiqarishlarni yaxshi bilishimiz va undan tashqari shu finansni ham yaxshi bilishimiz kerakligini tushunib, o'rganib, shu sohada ishlab yuribmiz, xudo xolisa. O'tgan yil boshida, shu yil boshida biza O'zbekistonda eng ko'p nafaqat sotuv qilgan, balki joriy qilgan komanda sifatida bizga Gold statusi berildi. Bu Odooni ERP Odoo darajasida eng yuqori daraja butun dunyo bo'yicha. Shu O'rta Osiyodagi hozircha yagona Gold partnyor bo'lib turibmiz. Shu bozorga chiroyli решениyalar taqdim qilish bilan shug'ullanib kelyapmiz, xudo xolisa. Qarang, menda bitta savol bor. Mana bugungi kunda juda ko'pchilik birinchi bo'lishni, topda turishni, chempion bo'lishni xohlaydi-da. Lekin boshqa tomondan qaraydigan bo'lsak, o'zi mana siz adashmasam, aynan o'zingizni biznesingizga asos solganingizga juda katta vaqt bo'lgani yo'q, lekin qisqa vaqtda imенно shu sohada chempion bo'ldingiz deydigan bo'lsak, nima deysiz? Chempion bo'lish qanaqadir sizga stress yoki bo'lmasam qanaqadir psixologik nagruzka yoki bo'lmasa qanaqadir qo'shimcha mas'uliyat yukladimi? Bor, shunaqasi bor. Masalan, biza avvalambor qanday gold bo'ldik, qanday ko'p sotuv qildik avvalambor Allohdan. Eng katta marketingni ham biza qilganimiz uchun bo'ldik avvalambor. Endi biza marketing qilganimizga yarasha bizada aytaylik, hamma bilan ham ishlash imkoniyatimiz yo'q. Bozorga eng ko'p marketing budjet biza tiqqan bo'lsak ham, hamma klient bizga kelmaydi-da, boshqalarga ham boradi. Bizga o'xshagan o'qituvchilar boshqalar ham ko'paydi. Ko'pchilikni o'zimiz olib kirdik. Ko'pchilikni o'zimiz o'rgatdik-da, o'dib qo'yinglar, zo'r bo'ladi dedik. Masalanda, adreschilar, finansistlar ham bor ichida, IT kompaniyalar bor. Shaxsan men o'zim ham o'qidim-ku sizlarda. Shunaqa. O'zingiz ham o'qib, mana Odooni chiroyli joriy qilib yuribsizlar, ko'z tegmasa. Endi hamma aytayaptiki, ne marketing qilmay qo'ydingiz, bizga ham klient kelmayapti deb. Ular so'raydigan bo'ldi. Biza marketing qilsak klient olgan ekansiz, bizga pulini bermayapsiz-ku deyman-da. Hamma kutadi bizdan. Qani, ammo marketing qilsa bizga ham klient kelardi deydi. Mana shu tomonlari ham bor. Yoki Rasul bir nomer 1 ekan bular. Qani, nimalar qildi ekan, nimalar qilsa bo'ladi, baribir ko'pchilik kuzatadi bizlarni. O'shanga nima deydi, xato qilishga, kamchilik qilishga yoki passiv bo'lib qolishga haqqimiz yo'q. Shuning uchun harakat qilamiz, har doim aktiv bo'lishga harakat qilamiz. Mana podkast qiling deb, masalan, sizga ham o'zim taklif berganim, meni ham chaqiring deb, baribir hammaga, ko'pchilikga yetib yuraman-da, men baribir. Hamma joyda bo'lishim kerak deb harakat qilaman. Shunaqa mas'uliyati bor. Stress emas bu. Bu aktivlikni talab qiladi. Menga yoqadi bu. Tushunarli. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, agar qisqa vaqtda chempion bo'lish mumkin, faqat buning uchun birinchi o'rinda biznes marketingni juda qattiq ushlash kerak, to'g'rimi? Ya'ni siz qisqa vaqtda zo'r natija qilishingizga birinchi navbatda albatta marketing, ya'ni shu bozorda o'rin egallashingiz, mijozlarni jalb qilishingiz sabab bo'lgan bo'lsa, ikkinchi o'rinda men o'ylaymanki, produktni o'zi ham haqiqatdan ham shu marketing qilib, butun bozorga, biznesmenlarga, tadbirkorlarga tavsiya qiladigan darajada kuchli. Dastur haqida, produkt haqida menimcha keyinroq gaplashamiz, lekin menda hozir boshqa bitta savol bor. Agar qarshi bo'lmasangiz savol bersam. Savolim shunaqaki,
mana shu keling oldin qisqacha juda ham sodda qilib tadbirkorlarga, bizani kuzatayotganlarga o'zi ERP nimaligini qisqa qilib tushuntirib bering mutaxassis sifatida, keyin men savolimga o'ta qolay. ERP bu o'z tarjimasidan aytsa ERP yozilgani Enterprise Resources Planning, ya'ni korxona resurslarini rejalashtirish yoki boshqarish. Korxona resurslariga nimalar kiradi avvalambor? Bu eng yaxshi, eng katta resursingiz bu siz aktivlaringiz bo'lishi mumkin. Binolaringizmi, tovarlaringizmi va xodimlaringiz bor, mashinalaringiz bor, prosesslaringiz, o'ylab topgan nimadir yangiliklaringiz va hokazo. Hamma korxonangizda bor narsalar bu resurs. Va eng bularni siz pul bilan o'lchaysiz основной, ya'ni hammasini boshqarish imkoniyatini beradigan boshqaruv tizimi, programma. ERPni qisqa ma'nosi shundan iborat. Hamma resurslaringizni boshqarishga imkon berish kerak. Endi mana agar resurslarni boshqarish haqida gapiradigan bo'lsak, demak, meni tushunchamda birinchi o'rinda biz ularni hisobini yuritishimiz kerak bo'ladi. To'g'rimi? Albatta. Ya'ni biz nimadir boshqarmoqchi bo'lsak, biz birinchi uni hisobga olishimiz kerak-da. Ya'ni uchot deyshadi-ku. Ya'ni demak, birinchi navbatda bu tizim bilan biz uchotni yo'lga qo'yishimiz mumkin. Va uchotni to'g'ri yo'lga qo'yilishini orqasidan endi biz tahlil qilishimiz, tahlillarga asoslanib turib qarorlar qabul qilishimiz va shu qarorlardan kelib chiqib turib shu biznesni yoki jarayonni yana ham samaraliroq, effektivroq boshqarishimiz mumkin bo'ladi. To'g'ri tushundimmi? Shunaqa. Uni boshqaruvsiz o'zi biznes nima deydi, qiynaladi. Demak, bu hamma tadbirkorlar xohlaydigan narsa ekanda, ya'ni hamma tadbirkorlar o'sishni xohlaydi, boshqarishni xohlaydi, nimadirni hisobdan ko'zdan qochirmaslikni xohlaydi. Demak, bu hamma tadbirkorlar uchun kerak ekanda. Shunaqami? Ya'ni nima deb o'ylaysiz? Kimlar uchun ERP tizimi kerak yoki bo'lmasam kimlarga siz umuman ERP tizimini tavsiya qilmaysiz va o'rniga qanaqa alternativ tavsiya qilasiz? Bilasizmi, ERP tizimi hammaga ham kerak emas. Hammaga ham kerak emas. ERP tizimi beradigan sonlar, grafiklar, pokazatellar bor. Men shu kun bitta maqola o'qib turdim. ERP o'zi nima beradi desa, aytganingizdek hozirgidek boshqaruv hisobi, upravlenskiy uchot deydimi? Beradi. Yana ba'zi bir sonlarni, ko'rsatkichlarini beradi deydi. Bu ko'rsatkichlarni Excelda ham hisoblab olish mumkin. Yoki bilmayman, daftarga yozib ham hisoblab olish mumkin. Xotirada hisoblaydi kimdirlar. Kimdir bunday qarab turib hisoblashi ham mumkin. Agar u kichkinaroq bo'lsa, do'koncha bo'lsa, boshqa. Lekin aslini olganda bu pokazatellar hammaga kerak. Hammaga kerak. Agar bu kichkina tadbirkorlikdan boshlagan bo'lsangiz ham, ko'pchilik LTV nima, CAC nima deydi, yana ko'p sonlar bor-ku, to'g'rimi? ROI nima va hokazolar, hammasini agar siz biznesni boshlaganingizdan, kichkinaligidan hamma pokazatellarga qarasangiz, sonlar bilan ishlashni bilsangiz, o'zi o'stirib ketaverasiz biznesingizni. Любой biznesda ham bu imkon beradi. Uni ERPda qilasizmi, Excelda qilasizmi, daftarda qilasizmi, farqi yo'q. Qachon ERP kerak? Uje daftarga, Excelga sig'magandan keyin kattalashayotgan paytingiz programmaga solib qo'ysangiz, o'zi hisoblab berib tursa, ya'ni ko'p ishlarni qo'lda hisoblaydiganingizni programma hisoblab berib tursa, o'sha paytda ERP kerak. Tushunarli. Demak, biznesga hisob kerakligini aniq bilamiz, tan olamiz, lekin ERP tizimi bo'lish uchun biznes uje kattaroq, hajmi yirikroq bo'lish kerak demoqchisiz-da, to'g'rimi? Albatta. Shunaqa. Kattaroq bo'lgani ma'qul. Lekin praktikada bizda kichkinagina do'konchasi borlar ham qo'yganlar bor. Va ularda ham bu zo'r effekt beryapti. Ularga kerak emas degani emas, bo'lsa yaxshi, juda ham zarur emas demoqchiman. Tushunarli. Keling, qarang, mana siz boya aytdingiz, 15 yillik tajriba bor sizda sohada, ya'ni bizneslarga turli xil tizimlarni joriy qilish bo'yicha, shu jumladan oxirgi 1 yillikni aktiv tarzda Odoo ERPda amalga oshiryapsiz. Menda savol shunaqaki, mana shu 15 yillik tajribangizga ko'ra, bizneslarga u yoki bu tizimni, shu jumladan Odoo ERPni joriy qilayotgan paytda eng katta muammo nimada bo'ladi odatda? Ya'ni kompaniya hisobni yo'lga qo'ymoqchi, tizimni qurmoqchi, lekin mana sizni tajribangizdan kelib chiqadigan bo'lsak, eng katta proval deydi-ku, ya'ni loyihangiz amalga oshmadi. Eng katta sabab nima deb hisoblaysiz? Mana tajribadan kelib chiqib aytadigan bo'lsangiz. Menda hozirgi holatda tadbirkorlarni o'zi mana shu dastur joriy qilishdan nima kutayotganini bilmasligi deb o'ylayman. Kutuvlarning noto'g'riligi yoki umuman kutuvlarni
mavjud emaslik. Shunchaki programma qo'yaman, yaxshi bo'lib ketadi degan kutuv ko'pchilikda bo'ladi, lekin shunchaki programma qo'ygan bilan hech narsa bo'lmaydi. Undan dasturdan nima so'rashni bilish kerak. Hozir mana sun'iy intellekt rivojlanib, bu narsalar kamayib ketyapti. Mana bizada eng yaxshi mijozlarimiz mana shu biznes treyning kurslarda o'qiganlar. Ha. Masalan, biznes treyning kursda o'qiydi-da, men deydi, u yoki bu coachda yoki treyningda o'qib chiqdim. Menga deydi, CAC'ni aniqlashim kerak deydi. Buni aniqlash uchun deydi, Excelda qilib ko'rdim. Qilsa bo'lar ekan-u, endi u yog'iga ruchnoy qilish menga qiyinchilik tug'diryapti. Programmaga o'tkazib qo'yaylik. Men shu bilan mana bu ko'rsatkichga chiqmoqchiman. Shu aytaylik CAC yoki LTVni yoki ROI'ni yoki nimadirlarni rivojlantirib, men shunaqaga chiqmoqchiman deydi. Aynan bularda zo'r bo'ladi. Ularga konkretniy o'zi nima xohlayotganini biladi. Endi nima xohlayotganini bilmasdan shunchaki palonchi mana odu qo'yibdi, zo'r bo'libdi, men ham odu qo'yaman desa, sal qiyin bo'ladi. Bu yerda natija chiqishi uzun vaqt, juda ko'p vaqt oladi. Keyin u tugatayotganda, "Senga shuncha pul berdim, qani biznesim o'smadi-ku" deydi-ku. Demak, Yo'q shunaqa. bir necha yillar oldin subyektivda tanqid qilingan boyagi info yoki info biznes degandagi qanaqadir negativ taassurot aslida juda unchalik emas. Ya'ni aynan shu foydali, sifatli, haqiqatdan ham kuchli mutaxassislar tomonidan o'tilayotgan biznes treninglar aslida bizneslarni o'sishiga ta'sir qilayotgan ekanda. Shunaqa deb xulosa qilsam bo'ladimi? Shunaqa. Info lo'lilarni bilmadim. Kim qanday kursni sifati qanday men bilmayman, lekin o'sha nimaga qarab biznesini masalan siz bordingiz doktorga, qoningizdagi ABCD ko'rsatkichlarni ko'rib turib, doktor, bunaqa ekansiz, immunitetsingiz bunaqa bo'lasiz deb turib aytib bera oladi-ku. 5 ta 6 ta показатель chiqadi qondan. O'shandan ko'rib aytib bera olgan doktor, ilmli doktor, to'g'rimi? O'sha keyin sizga tushuntirib qo'yadi, keyin doktor siz ham o'zingiz ko'rasiz. Gemoglobinim bunaqa, demak men buni ichishim kerak. Qonim quyuqligi bunaqa, keyin men uni ichishim kerak ekan, men bunaqa qilishim kerak deb o'zingiz ham bilib olasiz-ku. Tadbirkorlar ham shunaqada. Tadbirkorlar ham shunaqa. O'sha 4 ta 5 ta sonlarni o'rgansa ham bitta kursda, shunga qarab turib biznesini boshqarishda shu sonlarga amal nima deydi? Qizil chegarasi, yashil chegarasiga amal qilsa, yaxshilash mumkin-da, holatni o'stirish mumkin. O'sha joyni bilib olsa bo'ldi. Zo'r. Qarang, hozir siz sal oldinroq AI haqida ham ozgina aytib o'tdingiz, sun'iy intellekt haqida ham. Mana как раз shu haqida ham savol bor edi. Mana bugun butun dunyo, shu jumladan O'zbekiston juda ham katta umidlar bilan AI ga ishonyapti. Ya'ni sun'iy intellekt orqali bir kunda nimadir yaratilyapti, nimadir tizimlar qurilyapti va hokazo. Biz buni imkoniyatlari juda ham kengligini ko'rib turibmiz. Aynan shunaqa holatda siz umuman mana shunaqa tizim joriy qilishni kelajagini o'zi qanaqa ko'ryapsiz? Bilan hayot juda ham yaxshilashyapti, menimcha. Juda ham yaxshilashyapti. Masalan, 1 yil oldingi loyihamiz bilan hozirgi loyihamizda juda katta farq bor. AI bilan loyiha qilish arzonlashib ham ketyapti, tezlashib ham ketyapti. Butunlay yaxshi. Hamma sohaga olib kiraverish kerak, bu foyda beradi. Mana masalan 1 yil oldingini deylik. Nima xohlagandik? Biz hamma narsani ERPga o'tkazdik. Okey, hammasini raqamlashtirdik. Endi-chi? Endi bizga dashbordlar kerak, qandaydir sonlar kerak, menga analizlar kerak, to'g'rimi? Avval shuni aytaylik, undan oldin men katta bir IT kompaniyada yuzlab dasturchilarni bilan tizimlar yozganmiz-da. U yerda TZ bo'lardi. Mana bunday formula asosida mana bunday dashbord chizib bering deb rosa muhokamalardan keyin dashbordlar bir haftalar, oylar cho'ziladigan sonlar, grafiklar bilan ishlardik. Lekin hozir nima bo'ldi? Mana yaqinda bitta biznesga boryapmiz. Odu qo'yib bo'lgandik, shu 1 yil oldin. Endi chaqiryaptilarki, menga yangi dashbord kerak. Menga mana bunday narsalarni ko'rsatsinki, men оборотimni mana bu tomondan qaratib, mana bunaqa o'stirishim kerak. Bo'ldi, tushundik deyapmiz-da. Cloudini qo'yib beryapmiz, AI. Ichiga Oduni ichiga qo'yib beryapmiz-da. Bo'ldi, ana shunga ayting dardingizni deyapmiz. Mana masalan hozirgi aytgan gapingizni men polni Cloudiga yozyapman. Shun dedilar-da, yozib dasturchimiz yozdilar-da, okeyni bosdilar. Claudio Oduni o'zi ochib, yangi dashbord yasab, mana bu sonlarni yashil, qizil qilib chiroyli grafiklar bilan ko'rsatib, qilib
San nimaga chaqirdim deyapti. Bo'ldi, Claudia'ni endi oldi, endi bizaga ishi ham yo'q uni. Aynan O'zlari shu qilaveradilar. aynan shu sizni biznesingiz uchun risk emasmi? Ya'ni siz qo'rqmaysizmi? Sizni bozoringiz umuman hammasi yo'q bo'lib ketishidan yoki bo'lmasam hamma sizni potensial mijozlaringiz yoki joriy mijozlaringiz mana shu modelga o'tib ketib qolishidan. Yo'q. Unda bu xuddi anonga o'xshaydi-ku. Avval taqachilarda ob'yom ko'p edi. Aytaylik, otlardan keyin poyezdlar, mashinalar chiqdi. Endi taqachilar bomj bo'lib qoldi degani emas. Taqachilar yangicha kasblarni egallashdi deydi-ku. Biz ham yangi skilllarni egallab, yangi narsalar bilan moslashib ketaveramiz. Buni AI bizni ishimizni olib qo'yadi degan gap yo'q. Naborot, moslashiladi. Keyingi etaplari bor-ku, to'g'rimi? O'sha etaplariga chiqib ketaveramiz. Bu naborot bizda ham, ularda ham rivojlantiradi. Zo'r. Men yana bitta narsani o'zimcha shunaqa deb o'ylayman. Boya siz o'zingiz ham aytdingiz-ku, boyagi dastur yoki dasturchi yoki qanaqadir sun'iy intellekt u siz so'ragan narsani beradi-da. Ya'ni u siz so'rasangiz beradi, ya'ni u sizni darajangizda ishlaydi-da. Balki sizdan 10 barobar ko'proq ishlaydi, mayli, lekin baribir ham sizni fikrlash darajangizda, sizni tasavvuringiz darajangizda ishlaydi u. Lekin aynan shu sohani, misol uchun mana sizlarga o'xshagan jamoalar aynan shu tizimlashtirish, raqamlashtirish, jarayonlarni optimallashtirish bo'yicha yillab tajribaga ega bo'lgan, nechta katta loyihalarni qilib yurganlar baribir hali tadbirkor o'zi nimadirni aytmasdan oldin ham sizlarda ko'pincha решениyalar paydo bo'lib qoladimi? Misol uchun siz biznes jarayonini ko'rganingizni o'zida hali tadbirkor o'zini nima xohlayotganini aytmasa ham, lekin siz uni nima xohlayotganini unga aytib bergan holatlaringiz bo'lganmi? Ya'ni ko'rdingiz, tadbirkorni jarayonni kuzatdingiz. Jarayonni kuzatganingizdan keyin qarayapsizda, sizda tajriba bor. Siz uchot qo'yish bo'yicha, tizim qo'yish bo'yicha, raqamlashtirish bo'yicha bir nechta katta loyihalarni amalga oshirgansiz. Shuning uchun endi u tadbirkor hali tasavvuriga kelmagan holatida. Siz uni jarayonni ko'rganingizdan keyin o'sha siz unga nima kerakligini, qanaqa bo'lish kerakligini aytgan holatlaringiz. Men sizga boshqacha aytaman. Men sizga bu nafaqat men komandadagi eng dasturchilar bo'ladi-ku, dasturchi kod yozish bilan shug'ullangan-ku avval, to'g'rimi? Bizning komandadagilar o'sha biznesga kerak bo'lsa, siz aytgandek yangi ideyalar berishni ham biladi o'sha. Nimaga desa, aytganingizdek, u bu loyihalarda har xil nima deydi, yangiliklarni ko'rib yurgan, aytaylik, bir 5 ta biznesmenni biznesiga kirib o'da qo'yib chiqqan bo'lsa ham, faqat kod yozgan bo'lsa ham, baribir o'ylaydi-da ular, mana bu yerda bunaqa qilibdi, bu yerda bunaqa qilibdi deb o'rganadi-yu ular. Keyingi biznesga borganda, aka, mana bunaqa qilsangiz bo'lmaydimi deydi. Nimaga desa, menimcha yaxshi effekt beradi, men ko'p ko'rganman desa, ko'rsa yaxshi effekt berishi ham mumkin. Bo'lgan bunaqa holatlar haqiqatda tajribali komanda bilan yoki tajribali odamlar bilan ishlashda effekti bor. Mana masalan, siz ham finanssizsiz. Sizda ham bo'lsa kerak, qanaqadir umuman butunlay sizga yangi bo'lgan biznesga kirib bordingiz. Lekin o'sha yerda ham siz qandaydir nima deydi, to'g'ri yo'l ko'rsatib, ularni o'stirishingiz yoki qandaydir optimizatsiya qilishingiz mumkin-ku. Shunaqa soliqlar bilan bizda juda ko'p bo'ladi. Shundoq biznesga birinchi kirganimiz o'zida soliq bo'yicha bir nechta risklarni yoki bo'lmasam umuman e'tibor berilmagan imkoniyatlar, qanaqa ligotalarni, imtiyozlarni sразу ko'rib qolamiz-da. Shundoq ko'rsatib berganimizda o'zi ular hali so'ramagan. Lekin siz so'ramasidan oldin o'zi tajribadan kelib chiqibdi baribir. Sразу ko'rsatib berasiz. Mana bu yerda bu narsani yo'qotyapsiz, mana bu yerda bu narsa imkoniyatingiz bor, shuni oling degandagi holatlar ko'p bo'ladi bizda ham. Shunaqa baribir tajriba o'z gapini aytar ekan-da sizda. Tajriba o'z gapini aytadi. Menimcha sizlarda ham shu juda ham ko'p ish bersa kerak deb o'ylayman. O'zi shunaqa bo'lyapti ham. Baribir bu effekti bor. Aytganingizdek, sun'iy intellekt chiqadimi, boshqa chiqadimi, bilasizmi, bu yerda eng главный faktor inson bilan ishlashda insonning o'rni baribir beqiyosda. Bir xil maslahatni, masalan, mana siz bizda o'rganib ko'rdingiz. Bizga bergan savolingizda bir kun siz keldingizda darsda, joniy bitta narsa ko'rsatdi, bo'ldi, qolganiga hammasini tushunib oldim, eng kulchavoy joyini o'rgatding, bo'ldi, menga yetadi dedingiz. Shunaqa, lekin bu narsani ChatGPTdan ham so'rasangiz bo'lardi. Balki, to'g'ri. Realida. Lekin odamdan ko'rib o'rganish boshqacha-ku, odam bilan muloqot boshqacha-da. Endi bu degani odam baribir ustun. Yo'q, bu degani odam baribir ustun. No, ba'zi momentlarda odamdan ko'p ma'lumot biladigan bitta sun'iy intellekt bazasidan ko'ra odamdan kam bilsa ham o'sha sun'iy intellektdan odamdan eshitish boshqacha.
Menimcha ham men o'ylayman, bizni hozirgi nima deydi, mana misol uchun nechadir yil umr yashab qo'ydik va bizning umrimizni katta qismi turli xil sun'iy intellektlarsiz o'tganda, ya'ni har xil AIlarsiz yashaganmizda biz. Shunaqa bizning ko'nikmalarimiz menimcha inson bilan muloqotga ko'proq moslashgani uchun balki bizda hozir shunaqa bo'layotgandir, lekin bo'lishi mumkin kelgusi 5 yil, 10 yildan keyin уже insonlarda insondan nimadir olishdan ko'ra kompyuterdan, AIdan nimadir olish refleksi deydimi, qobiliyati ko'payib ketgandan keyin balki bunga o'tib ketib qolishi ham mumkindir, balki. Bitta bugungi narsani aytayda. Ertalab keldim, kayfiyati yaxshi edi. Davay dedim, bolalar bugun qo'shiq yozamiz dedim. Aha. AIda. Ha, yo'q, o'zi AI yo'q edi miyada. Aha. Keldimda, bolalar dedim, qo'shiq yozaylik dedim. Hali AI haqida gap yo'q ertalab. Bolalar bor, 20 yosh, 23 yosh har xil bolalar bor. Bizda endi masalan bugun o'sha yoshlar bittada ildida, to'xtang dedi, hozir men yozib beraman dedi. Sal boshlang'ich ideyani tashlagandim. Men o'zi plan qilib turdim. Bitta studiya, bitta reperlarni topib, o'sha yerda shu qo'shiqni yozdirmoqchi bo'ldim. Faqat so'z yozishim kerak edi men. Riffimni ham bitta mavjud muzikani ustiga yozmoqchi edim. Bor muzikani ustiga so'z qo'ymoqchi. Bolalar nima qildi? Undan ham improvizatsiya qildi. Muzikani ham, tekstni ham, klipni ham hozir AIga yozdirib o'zi tayyorladi. Qani bunga bir necha soatdir ketdi. Lekin bundan oldin na men, na bolalar biror marta na muzika yozib ko'rgan, na qo'shiq aytib ko'rgan, na she'r yozib ko'rgan, umuman bu sohadan xabarimiz yo'q. O'tirib, endi undoqroq qil, bu yog'ini to'g'rila, u yog'ini to'g'rila deb, hozir kliplarigacha chiqarishdi. Hozir oxirgi eng качественный versiyani chiqarib ber deb so'radim. Mana. Как раз hozirgina yuborgan. Hozir Klip uchun rasmga tushib berdingizmi? Yo'q, bu klipda boshqa narsa qo'ydik. Ha, zo'r. Zo'r. Xudo aqlab qo'shib yozdirib. Biznes yangi Tushundim. Tushundingizmi? Ani bitta hozir eslolmayapman, qaysi anaqa edi. Bitta qiziqchi aytgandilar-ku, rasmga tushib bersa klip qilaveradi deb. Hozir shunaqa zamonda yashayapmiz. Aytib ber deydi-ku. Alifboni aytib ket, Alifboni kechga tayyor aytib bo'ladi. kechga tayyor bo'ladi deydi-ku. Shunaqa bo'ldi. Shu realitida yashayapmiz-da hozir. Ha, Shu Просто ertalab kelgan ideya o'sha kliplari bilan chiqdi kechga. To'g'ri, ideal emas. No, yana ozgina vaqt kelsa bunga, menimcha yaxshi bo'ladi. Zo'r. Menda qarang, mana bunaqa savolim bor hozir. Mana bizni hozir siz aytyapsizki, asosiy mutaxassisligimiz tizim joriy qilish, shu jumladan asosiy hozirgi Odoo deyapsiz. Odoo joriy qilgan va joriy qilmagan biznesning nima farqi bor? Mana tizim joriy qilgan va joriy qilmagan biznesni bir-biridan qanaqa farqlash mumkin? Qiziq fikr. Bu endi qanchalik sifatli joriy qilinganiga avvalambor bog'liq. To'g'ri yo'nalishlarni tanlab joriy qiling. Chunki aytgandek, ikkita bir xil biznes, ikkitaga ham Odoo qo'yilgani, bittasida effektiv, bittasida noeffektiv bo'lishi ham mumkin. Effektivlik avvalambor birinchi narsa biznesni o'zi tizimlashgan bo'lishi kerak. Biznes o'zi to'g'ri biznes modelda bo'lishi kerak. Ha? Nima qilishini, tartib qoidalari bo'lishi kerak. Tartib qoidalar bo'lsa, Odoo kirsa, raqamlashgan bo'lsa, любой ERP kirsa, любой dastur kirsa, raqamlashtiriladi. Tizimi prosta raqamga qo'yiladi, raqamlashtirishga, dasturga. Nimaga? Qoidalarni mixlab qo'yish uchun. Birinchisi, masalan, siz aytasiz, meni ruxsatimsiz palon ishni qilmanglar. Menga telefon qilasizlar yoki Telegramdan yozasizlar, like bosib qo'ysam keyin qilasizlar deysiz-ku, to'g'rimi? Lekin siz buni kontrol qila olmaysiz. Prosta siz aytganingizni sizga yozmasdan qilib yuborishi ham mumkin. Yoki skladdan molni chiqarib yubormanglar, menga aytmasdan, yoki pul ko'chirib yubormanglar. Endi bu narsani oldini olishdi anchagina. Shunga o'xshagan holatlar bo'lishi mumkin-ku. O'sha paytda siz uni dasturga mixlashingiz mumkin. Men aytaylik, tizimga kirib okeyni bosmasam, ko'rib chiqmasam, aytaylik, nakladnoying chiqmaydi yoki shot fakturang chiqmaydi. Ya'ni nazorat bo'ladi bo'ladi birinchi keta olmaydi desangiz, nazoratni mixlab qo'ysangiz, bu ushlaveradi chiroyli qilib. Chunki siz aytib qo'ygansiz, nakladnoysiz yuk chiqib ketmaydi. Nikak o'zi iloji ham yo'q, aytaylik misol uchun. Tizimdan Telegramda bo'ladigan bo'lsa, shundoq ham qilib yuborishlari mumkin edi. Endi siz aytaylik elektron imzolaringizga bog'lab qo'ydingiz Odoo'ning ichida va hokazo qilib qo'ydingiz, bo'ldi. Yoki bo'lmasam, aytasizki, xodimlarning oyligini hisoblash endi faqat
aytaylik, programmaga o'tkazaman deysiz. Avval Excelda yoki qog'ozda yaxshi hisoblab kelayotgan edingiz. Faqat shu oylik hisoblaydigan yoki ba'zida charchaydi, yoki xato qiladi, yoki kelishgan holda aytaylik boshqacha oylik hisoblab qo'yadi. Endi KPI tizimi yo'q hozir ko'pchilikda. Deylik, shunday bo'lganda agar o'du hisoblasa, endi programma bir xil ishlab o'rgangan, настроенияsi bo'lmasligi mumkin emas, bir xil to'g'ri ishlab beradi. Xatolar qilish ehtimolligi, o'g'rilik qilish ehtimolligi kamayadi. Shunaqa holatda to'g'ri joyga qo'yilgan bo'lsa, to'g'ri tizim qo'yilgan bo'lsa demoqchiman, katta effekt beradi. Masalan, men o'zim maza qilib aytib yuradigan bitta tadbirkorlik bor. Nomini ayta olmayman faqat. O'zim maza qilaman nimaga? Boshida o'sha tadbirkorlikka kirganimizda har kun o'sha tadbirkor kelib soat 4 gacha rahbarda endi. Rahbar kelib nazoratda bo'lardi. Hozir borsak, vaqtini aytib uchrashuv belgilab borishimiz kerak u akaga. Nimaga desa, u aka haftada bir marta kelib ketar ekanlar. Qolganini uyda yoki sayohatda bo'lib telefondan ko'rib boshqarar ekanlar. Telefonda ham zo'r dashbordlar so'raganlar, o'shani qilib berganmiz. Odun ilovasi bor, o'sha yerdan boshqarib turadilar. Haftada bir kelar ekanlar, u ham bo'lsa kassadan pul yechish kelar ekanlar. Mana shunaqa darajada o'zgartirib yuborish mumkin aslida olganda. O'zi pul haqida hozir gapirdingiz, o'zi keyingi savolim pul bilan bog'liq-da, to'g'risi. Qarang, istalgan tadbirkor yoki istalgan biznes baribir oliy maqsadlari nima haqadaligini gapirishdan qat'iy nazar, baribir biz uni effektivligini pul bilan o'lchaymizda, ya'ni uni topayotgan foydasi bilan o'lchaymiz. Endi mana shu hozir siz ERP joriy qilgandan keyin biznesni nima foyda ko'rishini, ya'ni shu o'zing nomini aytadigan bo'lsak, kompaniya resurslarini boshqarish yoki rejalashtirishni oqibatida kompaniyani foydasi qanaqa o'sadi? Sizni tajribangizga ko'ra bizneslarning foydasi necha barobarlab yoki bo'lmasam necha foizlarga o'sadi odatda shu tizimni siz aytganingizdek o'sha to'g'ri, idealniy joriy qilingandan keyin? Xo'p, idealniy joriy qilinsa karralarga o'sib ketadi-ku. Agar haqiqatda u yerda raqamlashtirishga faqat yaxshi ehtiyoj bo'lgan bo'lsa-da. Masalan, avvalambor o'z dastur joriy qilishdan maqsad aytganingizdek resursni yaxshilash, ko'paytirish. Agar pulda qarasak, pul resursini deylik, aytaylik, bu nima bo'lishi mumkin? Haligi hozirgi tadbirkorligimizda nima bo'lgan? Finansist oyning oxirida bir hafta, 2 hafta o'tirib отчет qilgan, keyingi oyda 20-30largacha uni отчет qilgan-da, oldingi oylikda o'tirib hisoblagan. Mana uncha nakladnoylar, shot fakturalar, bitimlar va hokazolarni olib qaytib Excelga kirgizib, nimadirlar hisob-kitoblar qilib, mana bir sim topgan ekanmiz bor yoki palonchiga bir sim berishimiz kerak ekan deb qancha kunda analiz qilganda, qiynalib ketganlar finansistimiz. Shuni avtomatlashtirdik. Bu narsani любой dasturda qilish ham mumkin edi. Endi biz hozirda qildik bu narsani. Undan keyin mana o'sha finansistimizda aytaylik oyiga 2 hafta deylik o'rtacha band bo'lgan bo'lsalar shu bilan endi bu narsa har kunning oxirida o'zi avtomatik hisoblanyapti. Finansistimizda o'zi finansistlar, keling mana shu joyda aytib ketay, finansistlar hisob-kitob qilib istoriyani to'g'ri sonlarni ko'rsatishmasdi. Ularning vazifasi, meni fikrimcha. Bu buxgalteriyada. U buxgalter, lekin u finansist edi-da bu yerdagi. Finansist, zo'r, kuchli finansist turibdi-da, undan aytganingizdek bookkeeper deydimi? Bookkeeper qilib foydalanishyapti-da. U o'zi kuchli finansist lekin. Tushunarli. Endi nima bo'ldi? Avtomatik hisoblanyaptimi? U o'tirib endi analiz qilyapti, prognoz qilyapti, biznesni o'stirishga vaqtini sarflayapti. Aynan raqamlarni yaxshilash haqida endi uni o'ylashga, fikrlashga vaqt qolyapti-da. Aynan shu bilan shug'ullanyapti. Mana finansistlar uchun bu o'zi yaxshi instrument birinchidan. Vaqt ancha bo'sh bo'ldi-ku. O'tirib finansistlarni to'g'ri maqsadda foydalanish kerak. Aslini olganda-da, u sizda Excelchingiz bas, ana finansist. Endi shu, aynan o'sha tadbirkorlikda 30% oboroti o'sdi. Oborot nimadan o'sadi? Oborot bir nechta faktorlarda. Masalan, yana ikkinchi joyini aytaman. Hozir bitta odamni sal bo'shaganini aytdik-a. Endi u strategiya bilan shug'ullangandan keyin miyada resursi bo'shadi-yu. O'stiradi, biznesni o'stiradi. ERP primoy o'stirmayapti, u odam orqali o'syapti endi, to'g'rimi? Keyingisi o'sha ularda aynan shu narsa yo'q edi. Mahsulotlarni
har bir mahsulotda, har bitta partiya kelganda o'zi ularga qanchalik daromad qilayotganini mahsulotlar kesimida ko'rishni boshladi. Ba'zi bir mahsulotlari shunday sotuvdan chiqarib tashladi. Ha, zararli bo'lgan nomenklaturniy gruppalarni SKU deyishadi endi hozir. Shularni chiqarib tashlagan. Shularni chiqarib tashladi. Aytaylik, qaysidir mahsulotingiz sizni qanchadir resursingizni 6 oyga muzlatib yotibdi, skladda bir burchagida yotgan. Endi ularni katta sklad, katta оборот bo'lgandan keyin hammasini ham aytaylik Excelda qilish qiyin edi-da. Dastur ko'rsatib beryapti, qizartirib ko'rsatib beryapti. Mana bu mol bir oydan buyon aylanmayapti. Muzlagan tovarni ham baribir pul narxida baholanadi-da, uni muzlab turgan kunlari. Endi ERP ko'rsatib berish vazifasi. Siz o'rningizga xulosa qilmaydi-da. Siz xulosa sifatida, "Yo, mayli, menda turish kerak bu narsa. Qachondir kerak bo'ladi" deyishingiz mumkin. Bu paytda ERP sizga foyda bermaydi. Aqlli tadbirkor bo'lishi mumkin-da, o'sha yerda finansistmi bu endi kim, zakupchikmi yoki продажникmi aytishi mumkinki, shu mahsulotda aksiya qilib o'zini narxida bo'lsa ham chiqazib yuboraylik-da, undan bo'shaydigan 100 mingni mana bu mahsulotga chiqaylik. Chunki har 10 kunda u 10% ga oshyapti. Bir xil mahsulotlarni qaytishi 6 oy mana bo'lyapti. Bir xil 10 kunda puli qaytyapti. Ustidagi 10% aytaylik foydasi bilan. Shunda 6 oyda necha marta aylanadi? 18 marta aylanadi. 10% dan oshsa 100 minglik mol bo'lsa qancha foyda bo'ladi va hokazo hisoblab olsangiz bo'ladi. Mana shunday qilib o'stirishi mumkin. Aynan ularning holatida 30% gacha оборот oshdi degani foyda oshdimi yo'qmi? Uni ham u yerdagi показательlardan kelib chiqib, to'g'ri analiz qilib, to'g'ri xulosa qilsa oshadi. Endi agar biznes o'sha holatda turganida 30% ga oborot oshgan bo'lsa, katta ehtimol bilan uni foydasi 30% dan ko'proq oshadi. Sababi u yerda o'zgaruvchan xarajatlar bor, o'zgarmas xarajatlar bor. To есть biznesni o'zgarmas xarajatlari o'z holida qolgan holatda sotib 30% ga oshdi degani, bu tepada 30% ni marjasi toza bunga qolyapti deganida. Bu yerda demak biznesning foydasi demak 30% dan ko'p oshgan. Demak, u biznes оборот katta bo'ladigan bo'lsa, tем более menimcha ERPni pulini chiqarib olgan bo'lsa kerak, ya'ni allaqachon. Ular birinchi oyda chiqarib oldi ERPni pulini. Demak, ERPni joriy qilishni xarajatlarini bir oyning o'zida chiqarib olishdi. Birinchi oy o'zida chiqarib oldi. Shundan gapirdingmi? Ya'ni даже biz o'ylab qoldik, voy, qimmatroq etsa bo'larkan. Qimmatroq etsa bo'larkan, bularning оборот katta ekan. Mana shu narx haqida endi so'raylik. Keling, narx haqida gaplashaylik. Akara siz o'zi so'rayman deb turgan savollarimga ana so'zni olib kelib qo'yasiz. O'zim olib kelyapmanmi? Mana shu narx, o'zi mana shu tizimni joriy qilishni narxi, mana bozorda ko'pchilik ERP joriy qilish juda ham qimmat. Nimaga bu juda ham qimmat turadi deb shunaqa o'ylashadi-da. Lekin ba'zi bir ERPlarni men eshitaman, qanaqadir narxiga qarab uni ERP deya olmaysizda, chunki oddiy Microsoft Office'ni podpiskasi ham o'z oyiga $23, $30 turadi-da. Men ba'zi bir dasturlarni eshitolman, juda ham arzon. O'zi umuman savol quyidagicha. ERP tizimini joriy qilish o'zi taxminan qancha turadi va bu narx o'zi nimadan shakllanadi? Nimaga ERP joriy qilish bu qanaqadir arzon yoki oson narsa emas. Qimmat ham mashaqqatlari ham o'ziga yarasha bo'lsa kerak menimcha. Keling, bu narsaga, savolga o'zimdan kelib chiqib, palonchining narxi deb ishtahalarim haqida gaplashmaylik-da, xalqaro bozorda yoki umuman shunaqa xalqaro yaxshi. qanaqaligini men sizga aytib beraman. Yoki bizani ko'rayotgan tadbirkorlar bo'lsa-yu, men o'zi necha pulga tayyor bo'lishim kerak ekan, bu nima ekan deb o'ylashayotgan bo'lsa, xalqaro bozorda bunga qancha pul tikiladi, men shuni tushuntirib beray. Mana digital transformation yo'nalishi bu biznesni raqamli transformatsiya qilish yo'nalishi bo'ladigan bo'lsa, aynan digital transformationga ajratiladigan budjet ana u xalqaro opitlarda endi men o'zim ERP sohasiga kirganda shunchaki dastur deb qaragan bo'lsam, keyin buni raqamlashtirish bo'yicha mutaxassislik boshqa narsa ekanligini tushunib boshlandim. Xalqaro konsaltinglar bor, Big Four bormi, boshqa raqamli transformatsiya bo'yicha alohida konsaltinglar bor. Ularni opitlarini kuzatishni boshladim. O'sha yerda aytadi. Bir emas, bu mirovoy ko'pchilik konsaltinglar aytadiki, siz deydi raqamli transformatsiya qilmoqchi bo'lsangiz, o'z biznesingizni qanchaga tayyor bo'lishingiz kerak. Siz umumiy yillik обороtingizni 3-5% gacha xarajatga tayyor bo'ling. Обороtingizni deydi. Оборотning 3-5% ni bu gacham tayyor bo'lavering. Taxminan. Balki bu 3 bo'lar,
4 bo'lar, 5 bo'lar. Umuman olganda, bu o'zi qimmat jarayonligini shu yerdan bilish mumkin. Zo'r. Men hozir o'zim o'zimizni shu Win-Win Finance Consulting kompaniyamiz bor-ku, buxgalteriya xizmatlari bo'yicha. Aynan shu biznesda shu sizlarda Odoni o'qiganimdan keyin biza ham shu Odo bo'yicha ish boshlaganimizdan keyin o'zimni jarayonlarimni ham hozir Odoga kiritib boshlaganman-da. Ya'ni biza ham shu jarayonlarimizni Odoga kirityapmiz. Men shu yerda tushundimki, bu yerda dasturni o'zi bir qarashda tayyor turibdi-da. Lekin uni aynan biznesga joriy qilishda, har bitta biznesdagi qoidalarni, har bitta biznesdagi boyagi bosqichlarni bunga to'g'ri kiritib, to'g'ri boshqarish uchun kerakli qoidalarni to'g'ri yozib chiqish ham bu juda katta mashaqqat talab qilar ekanda, mehnat talab qilar ekan. Men o'zim to'g'risi bir orada o'ylab qolaman-da, to'xta, bo'lmasam mana shu sohani tushungan holatda, ya'ni men o'zim nima deydi, dasturni, chunki men siz esingizda bo'lsa, sizni kursingizda ham o'qiganman. Undan oldingi Mohirdevdagi videolarni ko'rganmiz. Mohirdevdagi video darslaringiz bor edi-ku. Birinchi o'shani ko'rganman-da. Men o'sha darslarni ko'rganda bu tizimni yaxshi ko'rib qolganman. Nimaga deganda, o'zim mana bir 10 yillik buxgalter bo'lsam, buxgalteriya bu butun boshli hisobda, kompaniyadagi o'sha boyagi resurslarni hisobini yuritish. To'g'ri, endi boshqaruv hisobidan ko'ra farq qiladigan jihatlari ko'p, chunki Odo ko'proq boshqaruv hisobiga qarab ketadi. Lekin umuman aytmoqchi bo'lganim, shu jarayonda men shuncha yil ishlab ko'rganimdan keyin, mana 1S'da ishlaganmiz, Excel'da ishlaganmiz, har xil dasturda ishlaganmiz. Ododa shunday darslarni ko'rdimda, bo'ldi. Men buni yana ham yaxshiroq o'rganishim kerak ekan dedim. Keyin borib shu Joni Berin darslarida o'qiganimdan keyin, bo'ldi. Men buni o'zimga joriy qilishim kerak ekan birinchi o'rinda dedimda. Joriy qilishni boshlagandan keyin tushunyapman. Ya'ni bu bir qarashda oson tuyulishi mumkin. Lekin mashaqqati o'ziga yarasha va bunga haqiqatan ham biznesni o'zi qiziqish bildirmasa, o'zi xohish bildirmasa, bu odatda qanaqadir vaqtdan keyin menimcha biznes bo'ldi, hammasi tugadi, biz qaytib yana shu o'zimizni eski hammom, eski tos deydi-ku, o'sha eski tizimimizga qaytamiz deb qolsa kerak. Shunaqa holatlar sizlarda bo'lganmi? Ya'ni jarayonni boshladingizda yoki endi boshlamoqchi bo'lgan переговорlaringizda tadbirkor bitta o'ylab o'zini, misol uchun sizlar hali biznesga kirgungacha ham o'zi juda ko'p marta audit qilasizlar. Men bir ikki marta sizlar bilan bitta tadbirkorlarga borgandik. Savollarni berasizlar, talablarni qo'yasizlar-da. Keyin tadbirkor o'sha jarayonni hali boshlanishidan oldin qiyinchilikni his qilib yoki bo'lmasam qo'rqib yoki bilmayman, yana boshqa oson yo'li bor deb o'ylagan holda, yo'q, menga kerak emas ekan degan holatlar ham bo'lganmi? Ko'p bo'ladi mana shu. Ko'p bo'ladi. Mana hozir o'zingiz aytyapsiz-ku, keling sizni xizmatingizni misoldan ko'rib chiqamiz. Aytaylik, buxgalteriya bo'yicha siz налоговый optimizatsiya uslugingizni taklif qilasiz, kimgadir. Kimnidir shuni qilishga duxi yetadi yoki qila oladi, aqli yetadi. Kimgadir zo'r optimizatsiyalarni aytgansiz, millionlab, milliardlab tejab berish aytgansizda, lekin nimagadir qilmaydi. Shunaqalar bo'lgan, men buni keyin aytib beraman. Bormi shunaqasi? Bor, shunaqa bor. Juda qiziq keys bo'lgan, hozir aytib beraman keyin. Bu yerda ham shunaqada, aytaylik, biza mana har doim aytishni yaxshi ko'raman va bu har doim eslatib turishim kerak. Chunki ko'pchilik tadbirkorlar aynan bizani komandadan yoki mana shu raqamlashtiraman deganlardan mani biznesimni tizimlashtirmading deb kutishadi. Tizimlashtirish va raqamlashtirish boshqa narsa-da. Ha. Tizimlashtirish qoidalarni joriy qilish bo'lsa, raqamlashtirish ularni dasturga o'tkazish. Biz faqat dasturga o'tkazamiz. Bor narsani. Biz uni nima deydi, siz u biznesda nimadir aytaylik, tizimni o'zini muammosi, biz uni davolamaymiz. Lekin aytasizlarmi, davolash kerak ekan? Agar biz bilsak aytamiz, lekin buni mutaxassis emasmiz baribir. O'zini mutaxassislari bor buni. Azam aka Jo'raboyev, Sanjar Nasrbekov borlar, Alisher Isayev borlarmi? Ko'p zo'r mutaxassislar bor, Sherzodbek aka Tursunov borlar, Bu ularning ishi. Biz unaqa emasmiz-da. To'g'ri, men o'zim masalan, o'zim tadbirkorligim, o'zim ishlab chiqarishim bo'lgan. Hozir ham kichkina bor, lekin bu degani men kimgadir aynan tizimlashtirish bo'yicha nima deydi, ustoz bo'la olaman degani emas hali. O'zini mutaxassislari alohida uni. Men nimadir maslahat berishim mumkin, u ham qayerdadir nimadir ko'rgan bo'lsam. Biz raqamlashtirish bo'yicha maslahat bera olamiz. Raqamlashtirish bo'yicha maslahat bera olamiz. O'sha aytganingizdek audit jarayonida buni sezsak, raqamlashtirish bilan haqiqatda nimadir yaxshilashga imkoniyat bo'ladi degan narsani sezsak, mana kuni kecha
O'tgan kuni. Mana teparoqda bitta zavod bor. Bir yo'nalishdagi bir zavod bor. Shu audit jarayonini o'zida 1, 2, 3 deb bir narsalar aytuvdim, sekin yozib o'tirgan ekan. Keyin o'zi aytib qoldi. Mana shu aytganlaringizni men joriy qilsam ham o'zi ancha narsam yaxshilanar ekan deb qoldi-da. Ha, ha, ha. Shunchaki raqamlashtirishni o'zi effekt beradimi, yo'qmi degan savolga ham bu javob hozir aytyapman. Bo'ladi-da, bir xil protsesslar bor. Shunchaki programmaga olishingiz bilan aytaylik 3-4 ta odamingizni ishini yengillashtirib yoki ularni o'zini ham optimizatsiya qilishingiz mumkin. Masalan, qilishingiz mumkin. O'zi raqamlashtirish bu endi Odoo baribir xalqaro darajadagi ERP bo'lgani uchun uni qoidalari bo'yicha raqamlashtiraman degan paytingizda o'zi biznesda qatladagi tizimi noto'g'riligi ham ko'rinib qolar ekanda, demak. Ha, bizga ham shu narsa Ha. zo'r bo'lgan. Odooni o'rgangandan keyin biznesga kirsak, o'sha u yoqda Odooda ma'lum bir ramkalar bor-ku. Ha, shu ramkaga solaman desangiz o'zi biznes sig'may qoladi. Ha, o'sha paytda ham ko'rinadi-da o'zi nimalar bor, nimalar to'g'ri ekan, nimalar xato ekan. Shuning uchun ham o'zi xalqaro programmani olib kirish har doim foydali deb o'ylayman. Chem o'zingiz o'ylab topganingizdan ko'ra. Chunki bizdan ko'pchilik so'raydi, menda mana shu protsesslar shunaqa, o'zi to'g'ri qilyapmanmi, nima deysan deydi. Masalan, ularni biznesini men birinchi marta ko'rayotgan bo'laman yoki sizda ham hozir aytganingizdek opitingiz, ha? Aka, Odooda mana bunday narsalar bor, sizni biznesingizda endi men birinchi marta ko'rishim-ku. Odooda hech ham umuman, masalan, biz birinchi borganimizda ham bitta joyda bo'lgan, skladda bir biznes protsessini aytib berdilar. Men ana shunaqa qilmoqchiman. Men hali qilib ko'rmadim, lekin qilmoqchiman deganlar. Odooni hamma ilovalarini, qo'shimchalarini, hamma joyini ko'rlab ko'rsam, umuman bunaqa funksional yo'q. Aka, Odooda yo'q, demak bu yaxshi fikr emas menimcha deyapman-da. Men chista Odoo tomonlama yondashyapman-da. Zo'r, to'g'ri. Yo'q ham sen biznesni tushunmaysan-ku, men aytganimni qila qol deyapti-da. Ha. Davay bo'pti, to'g'ri aytyaptilar dedim-da. Odooda keyin qo'shdik, allambalo bir funksiyalar, metodlar aytib qo'shdik. 2 hafta ishlatib ko'rdilar, shu skladda shu protsesslarni ishlatib ko'rdilar. Ya bu xato ekan. O'chirib tashlaring, shu programmada shu narsalarni nima variantlar bor o'zi skladda ishlashi, ana picking jarayoni bor-da, tovar yozish jarayoni, picking jarayonida nima protsesslar bor desalar, mana bunaqa variantlar bor Odooda dedim. Ha, demak, mana shulardan birortasini foydalansak foydaliroq ekan dedilar. Zo'r. O'shanda ishlaganlarda keyin yaxshi bo'lib ketdi. Men ana shunday ham ko'raman-da ba'zida. Qoidalar bor, siz qoidani ko'rsatasiz. Mana bunaqa qoidalar bor. Qaysi qoidada o'ynamoqchisiz desa, endi biznesni ham o'yin deb oladigan bo'lsangiz, qaysi qoidada o'ynamoqchisiz desangiz, biznes o'ziga qulay bo'lgan qoidani tanlab olib, o'sha qoida bo'yicha o'ynayman deydi. Siz bu yoqqa joriy qilib berasiz. Shuni. Agar juda misol uchun hali alohida raqam tizimlashtirish bo'yicha mutaxassis jalb qilinmagan bo'lsa yoki bo'lmasam bunga biznesni istagi yoki bo'lmasam mablag'i yo'q bo'lsa, hozir просто siz bor qoidalarni ko'rsatib berishingiz ham mumkin ekan demak. Ya'ni raqamlashtirish bo'yicha bunaqa qoidalarni ko'rganmiz, shu qoidalarni tanlab oling desangiz, uni tanlab olishadi. Shunaqa. Masalan, ma'lum bir bizneslar bor, ularga umuman to'g'ri kelmaydi yoki foyda bermaydi. Masalan, aytaylik, bank boshqaruvi deylik. Ha. Umuman nostandart protsesslar bor-da u yerda. Uni u yerdagi protsesslarni Odooda umuman yozilgan emas. Yo'q. Odoo u yoqqacha kirib bormaganmi yo to'g'ri kelmaydimi bilmayman. Yo'q-da, yo'q. Mana bizda bankda opit bo'ldi, bankka bordim, shunaqa jarayonlar bor. Odoo qo'yaylik deb meni chaqirishdi, pul bor. To'xtang dedim, "Men bu jarayon qanaqa? Men shunday, rosa uzun jarayon." Men qarab chiqdim, bizda unaqa jarayon yo'q. Men uni doston qilib 6 oy yozganimdan ko'ra, lutchi o'sha yoqqa kirmaganim yaxshi dedim-da, kirmadim keyin. Zo'r. Masalan, shunday joylar ham bo'lishi mumkin. Ya'ni qachondir siz agar mijoz sizniki emasligini ko'rsangiz, unga aytasiz, siz bizlar bilan ishlasangiz foyda ko'rmaysiz degan. Ko'rmaysiz yoki qiyin pul, qonli pullar deydilar. Qonli pullar deydi Sherzod aka. Boyagi anaqa bo'yicha siz hozir men gapingiz bo'lmasligi uchun ushlab turdim. Xo'p. Bizneslarda ba'zida O'tlab ketdim shekilli. Yo'q. Biznesda boya soliq auditida bir xillarda ko'rsatib berasiz, qilishmaydi deysiz-ku. Bitta holat bo'lgan shunaqa. Shu yilning boshida bo'ldi deyarli. Bitta kompaniyani biz express audit qilib berdik. Express audit qilganimizda bu kompaniyada umumiy soliqdan bo'lishi kerak bo'lgan shu imtiyozlarning hamma summasini qo'shganda 1 milliardga yaqinlashib qolganda summa. Bu kompaniyani toza o'zi olib qolishi mumkin bo'lgan pul. Endi men aytayapman, aka, mana shunaqa holat deyapman. U kompaniyani главный buxgalteri ham bor. Главный buxgalteri ham shu biz sanayotgan imtiyozlarni bir 3 tami shunaqa edi. O'shani bittami, ikkitasini bilarkanlar, aytgan ekanlar oldin ham.
Ya'ni tadbirkorga aytganlar ham biz ham aytyapmiz, keyin nima bo'lyapti desak, keyin shuni biz qilib beramiz desak, keyin u yerda qo'rquv bor ekan. Qanaqa qo'rquv bor desak, men o'zim umuman hisobim to'g'riligini bilmayman. Hop, mana shu imtiyozni qo'llaganimdan keyin tekshiruv kelib qolsa, tekshiruvdan keyin yana ham muammolarim kattalashib ketib qolsa, yaxshisi mana shu imtiyozga rozi bo'lib qo'ya qoling dedilar. Yo'q. Keyin biz ularga aytdik, давайте biz siz bilan shartnoma qilamiz. Birinchi hamma endi ekspress audit emas, to'liq audit qilib, hamma kamchiliklarni to'g'irlab, tekshiruv kelsa ham tekshiruvdan o'tib beradigan darajada qilamiz-da, keyin imtiyozlarni qo'llab beramiz sizga dedik. Bo'pti dedilar, keyin shu bilan ish boshlaganmiz. То есть bizneslar ba'zida bitta narsa, bitta imkoniyatni qo'ldan boy berishga rozi bo'ladi, boshqa moddadan qo'rqqani uchun-da. Boshqa riskdan. Yoki nimadirga o'zi biroz ko'z yumadi. Men bittasidan eshitdim, hozir eslolmayman. Balki u sizdan eshitgandim. Adashmasam, balki boshqa mutaxassisdan. Tizim joriy qilamiz, biznesingizda o'g'irliklar bo'ladi, shu o'g'irliklarni yopamiz. Odatda o'g'irliklar natijasida menimcha pul yo'qotadi bizneslar deganda, u tadbirkor aytgan ekanlarki, hammasi o'zimni qarindoshlarim, yaqinlarim-ku, o'g'irlik bo'lsa ham o'zimga bo'ladi-ku, deyapti deganlar-da. Endi podkastimizni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, endi orada ozgina tanaffus olamiz. Xo'p, demak, men Sajjilol Olimov, Win-Win Finance kompaniyasi asoschisi va rahbari bo'laman. Bugungi kunda biz 100 ga yaqin kompaniyalarga soliq, moliya va buxgalteriyaga oid xizmatlarni ko'rsatib kelmoqdamiz. Agar sizda hisob yuritish va hisobotlar bilan bog'liq qandaydir muammolar yoki qandaydir masalalar bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Biz sizga win-win, ya'ni ikki tomonlama manfaatli bo'lgan takliflarni tayyorlab qo'yganmiz. Hoziroq quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib, biz bilan bog'laning. Endi podkastda davomini ham ko'ramiz. Bunaqa holatda u biznesga tizim menimcha joriy qilib bo'lmasa kerak. Chunki shunaqa. Tizimni o'zi mana buxgalteriya hisobida baribir uchot haqida gapirsak, uchotda bitta vazifalardan bittasi borda, bu kompaniyani mulkini saqlash, ya'ni yo'qolib qolmasligi, kimdir o'g'irlab ketmasligi uchun hisob yuritiladi-da. Ya'ni mana shu stakan bo'lsa, mana shu stakanga kompaniyada kim javobgar? Bu stakanni biz ertaga kimdan so'rab olamiz degan narsaga shu hisob tizimi javob beradi-da. O'sha tadbirkor mabodo o'g'irlik bo'lib qolgan bo'lsa ham o'zimnikilarga bo'lyapti-ku degandek yondashuvda ekanlar-da. Unaqa tizim, anaqada menimcha biznesda tizim qo'yib bo'lmasa kerak. Bilasizmi, ana shu momentda men bitta narsani aytgan bo'lardim. O'sha o'g'irlab olayotgan pulini naborot KPIga bog'lang, qarindoshingiz bo'lsa ham. Toza управленческий учетni toza qilingda, KPI qilib shuni halollab qo'yavering. Olayotgan o'sha pulini halol olib ketsin, mayli bering shuni qarindoshingizga. Va sizdan keyin ham farzandlaringizga olib ketganda ham uchot zo'r yuryapti, chunki jiyanim boshliq bo'lib keldi deb bunday aylantirmasin-da. Zo'r. Bonusimni olib ketyapman, jiyanim bo'lsa ham baribir uchot to'g'ri-ku deb halol olib ketsin. Sizdan keyin ham bolangizga to'g'ri borsin shu biznes deb aytgan bo'lardim. Mana shu paytda ana coachlarni, может быть, qora akalarni mana shu yerda ularga maslahat kerak-da. Shuning uchun ham ba'zida treninglarga yoki mana shu ustozlarga borish effekt beradi. Chunki men borib aytganimda, bitta odamga shunaqa deganimda yetib bormaganda, chunki men baribir raqamlashtiruvchiman. Men baribir qandaydir qora aka emasman. Meni eshitmagan bo'lishi mumkin. Kimdir kelib, og'ayni, u yoqda hisob, u yoqda oxirida keyin unga noto'g'ri bo'lib qoladi deb to'g'ri tushuntirsa, menimcha keyin ya'ni u pulni berishga shundoq ham rozi, endi faqat halollab bersin. Halollab bersin. Olayotgan odamga ham halol bo'lsin, to'g'ri bo'lsin degan ma'noda to'g'risida haqiqatan ham zo'r xulosa berdingiz rostdan ham, chunki u eng qiziq tomoni, agar shunaqa qilib tizim qo'yiladigan bo'lsa, mabodo biznesi cho'kayotgan, misol uchun cho'kadigan bo'lsa ham, nimaga cho'kayotganini bilib, sразу uni ko'tarishga harakat qilishi mumkin bo'lib qoladi-da. Ya'ni qattiq muammo paydo bo'layotganini ko'ra oladi. Pulni beraveradi bu xohlagan. Bilasizmi? Mana bir xil bizneslarga boramiz, sonlarni bir-biridan yashirib yuradi. Kim yashirib yuradi? Mana rahbar bilan buxgalter kelishib oladi yoki finansiz kelishib oladi, sonlarni biladi bular. Sotuv отделiga, skladga, boshqa sonlar, ba'zi bir umumiy показательlar bo'ladi-yu, ochmaydi. Siz deydi, faqat mana shu jasini ko'ring bo'ldi deydi. Ha? Balki bu to'g'ridir, balki bu xatodir. Men o'sha boshda aytdim-ku, haligi 30% ga o'sdi va haftada bir marta keladi degan odamim bor. Juda hurmat qildim. Nimaga? Hamma sonlar ochiq, o'rtada o'ynaladi. Aka, bir xilla o'zidan ketib qolmaydimi sonlarni eng oxirgi xodimlaringizgacha ko'rsatarkansiz deb hayron qolganman-da.
Zato deyaptilar, hammasi ochiq bo'lsa ham KPI'ni kelishib o'rtada qo'yganlar. Hamma o'zini nimaga pul olayotganini biladi. Nimaga pul olayotganini biladi, necha foiz olishini biladi, hamma o'zini pokazatelni yaxshilashga harakat qilyapti. Shuning uchun ham kelmaydi u odam, haftada bir keladi. Chunki o'g'irlashni o'zini vigidnada bu yerda. Chunki itak zo'r KPI qo'yilgan, zo'r ishlasa zo'r KPI oladi. Bitta sotuvchilar 10 ming oyiga oladigan sotuvchilar bor. 10 ming toza yechib ketadi. Bonus qilib, halol yechib ketadi-da, mana bunday qilib qo'yilgani bor. 10 minglik sotuvchi kim deb bunday qarasangiz, oddiy odamcha, siz bilan menga o'xshagan. Unaqa super anaqa emas-da. Mana shunaqa zo'r KPI qo'yilgan. Hech kimni как бы aldashga, o'g'irlashga ehtiyoji yo'q-da bu yerda. Zo'r. Shunda men besh ketdim. Nima qilganlar? Bu как бы nima bu degani? Hamma xodimim biznesimga sherik. Shu tadbirkorlikda ishlayotgan paytida sherik ular. Zo'r. Xodim yo'qolish darajasi ham minimalniga tushib qolgan ularda dash. Ketib qolish darajasi. Qo'nimsizlik ham bo'lmaydi deyarli. Hamma qoladi. Mumkin ekan shunaqa qilish. Qoyil. Men hozir bu mana shu joyda bitta narsani esladim. Qarang, siz hozir aytyapsiz-ku, mana uchotni to'g'ri, shaffof qo'ysa, hamma xodimlar ko'rib turibdi. Biznes bemalol kengayish uchun hamma xodim kuchi bilan ishlaydi deyapsiz-ku. Bizda ham buxgalteriyada ham shunaqada. Agar biznes bizda endi chorniy, beliy, seriy degan har xil tushunchalar yuradi-ku, umuman tadbirkorlarning tilida. Biznes qanchalik masshtablashmoqchi bo'lsa, kengaymoqchi, o'smoqchi bo'lsa, u shu to'g'ri, shaffof, oq buxgalteriya deyishadi. Mana shunaqa yuradigan bo'lsa, unga ham oson bo'ladi-da. Kimdandir nimadir bekitish kerak emas, kamroq to'lash uchun nimadirlarni yashirish kerak emas va hokazolar. Natijada biznes chegarasiz, bozor ko'targancha o'sishi mumkin-da. Bozor ko'targancha o'sishi mumkin. Menimcha bu tadbirkor ham hozir bozor ko'targancha o'sadi, chunki uni hamma xodimlari ko'rib turibdi raqamlarni va faqat o'sish uchun harakat qiladi. Kimdandir nimanidir yashirish, u aldash bilan shug'ullanmaydi. Ular o'sha faqat o'sishga fokusini beradi. Masalan, bilasizmi? Mana o'zingiz ayting, sizga savolda, oxirgi paytda biznesini beliylashtiradiganlar ko'paydimi, yo'qmi? Ko'p, juda ko'pchilik hozir hattoki YTTMni shunaqa menda hozir bir qism mijozlar bor. Aka, men 10 ta YTT qilib charchadim. Endi shaffof bitta MCJ qilib, hamma bir o'timni ko'rsatib, bitta MCJda to'g'ri ishlamoqchiman deb firma ochgan mijozlarimiz ham bor-da. Juda ko'pchilik hozir oq bo'laylik, kengaylik. Xuddi mana Zafar Hoshimov bu narsani ko'p aytadilar. Kengaymoqchi bo'lsanglar, uchotni to'g'ri yuritinglar, hisob-kitobni to'g'ri qilinglar, masshtabni evaziga, bozorni egallash evaziga foydani ko'paytiringlar shuni degandek-da. Shuning uchun shunaqalar bizda ham hozir ko'paygan rostdan. Nimaga shunaqa trend deb o'ylaysiz? Mayli, birinchi sabab davlat bunga majburlayapti. Okey. Ikkinchi sabab masshtablashtirishni xohlaganlar uchun. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan, bozorda nima deydi? Polniy belli ishlashga to'sqinlik qiladigan faktorlar ham bor hali. Bor. Lekin shunday bo'lsa ham maksimalni belli qilishyapti. To'g'rimi? To'g'ri. Chorniydan kelib, o'sha joyni ham belgilashtirib ketish joylari bormi? Bor. Lekin qilishyapti. Hozir bizga Oduda ham shunaqa trend kelyapti. Menga Odu qo'yib berasan. Faqat men bu joyim chorniydan keladi, mengacha chorniy keladi. Shuni belgi qilib qolgan mendan u yog'ini belgi qilib chiqim qo'yaramiz deyapti. Sizga nima kerak unaqa? Menga bexavotir, tinchlik, xotirjamlik muhim bo'lib qoldi-da. Xotirjamlik muhim bo'ldi. Shunaqa modullar yozyapmizki, avval bunaqa modullarni kimdir yozganini yoki qilayotganini men eshitmaganman. Chorniy bo'lib kelgan pulni belgi qilib davom ettirish. Pul yuvishmi bu? Yo'q, pul yuvish emas. Naborot, teskarisi bilan. Mana shunaqa modullarni razrabotka qilishni so'rashyapti-da. Hayron qoldim, lekin bu chista anaqa naborot belgi bu. 100% belgi o'tyapti. Ya'ni bekitmaslik uchun, oshkoralik uchun harakat. Shunaqa joylari bor. Odo tizimida hozir buxgalteriya moduli ham bor, to'g'rimi? O'zi umuman qarang, mana savol. O'zbekiston qonunchiligini unutganimiz holatida. O'zi mana ERP tizimini yuragi siz qaysi modul deb hisoblaysiz? Finans deb hisoblaysiz. Moliya, to'g'rimi? Ya'ni baribir biznes pulda o'lchanish kerak. Hamma raqamlar olib kelib, oxiri pulda kompaniya pulini qanchalik effektiv boshqaryapti, qanchalik ko'p pul olib kelyapti, bu biznesni yuritishni davom ettirish kerakmi, yo'qmi degan savolga javob berish kerak. Ya'ni shu moliyaviy hisobotlarni ko'rish kerak. Tizimda moliyaviy hisobotlarni ko'rish qanaqa darajada? Keling, mana shu yerda savolingizni sal boshqacha aytib, o'zim javob beraman. Mayli, qani. Muvaffaqiyatli
joriy qilingan ERP tizimi qanday bo'lishi kerak degan savol berilganda, men moliyani to'liq ko'rsatib berish kerak. Boy savol deb savol bergan beraman. lekin moliya. Yo'q, endi-da Aha. har xil faktorlari bor, Mhm. lekin eng yuragida Mhm. moliya to'g'ri chiqishi kerak. Biz ko'p To'ppa-to'g'ri. eshitaman, o'zi qo'yibsiz-a deyman masalan, u yoki buni, ha, qalay balans chiqdimi, P&L chiqdimi deymanda, ya biz uni so'ramadik, bizga u kerak emas deydi. Agar uni qo'ymasa, u ERP emas, qandaydir bir dastur qo'ydim deb hisoblayversa, CRM nimadir qo'ydim deb hisoblayversin. ERP ni maqsadi, bizani komanda ERP qachon to'liq qo'ydim deb o'zini muvaffaqiyatli hisoblaydi. Balans chiqsa, to'g'ri chiqsa, P&L'lar to'g'ri chiqsa, umuman управленческий учёт deydimizmi? Mana shu to'g'ri ishlayotgan bo'lsa, to'g'ri bo'ladi. U yog'i CRM boshqa modullar samo собой to'g'ri ketadi agar bular to'g'ri chiqsa. O'sha to'liq chiqsa, bu ERP dan siz maqsadli foydalanayotgan bo'lasiz shunda. Siz xohlayotgan sonlarni ko'rasiz shunda. O'zi istalgan biznesni mana nimaga biron bir biznesga investor pul tikmoqchi bo'lsa yoki bo'lmasam bank krediti bermoqchi bo'lsa yoki bo'lmasam qanaqadir katta сделка qilmoqchi bo'linsa, o'zi birinchi o'rinda so'raladigan hisobot mana shu ikkita hisobotda. Ya'ni moliya hisobotining ikkita shakli. Birinchisi buxgalteriya balansi, ikkinchisi shu siz aytayotgandagi P&L yoki bo'lmasam moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot yoki bizda uni kimdir Finrez deydi, kimdir Forex deydi, yoki cash flow uchinchi shakli. Forma 2. Mana shularni so'raydi ko'pchilik. Nimaga desa, chunki biza mana shu ikkita hisobotga qarab biznesni sog'lomligi, doktorga borsangiz qon tahlili, keyin yurak urishi nima deydi? Kardiogramma nimadir, kardiogramma so'raydi-ku, qon tahlili по умолчанию so'raladi-da. Keyin kardiogramma, yana bir nima MRT, bir nimalar so'rashadi-ku. Biznesni sog'lomligini o'lchash uchun ikkita hisobot har doim kerak-da. Buxgalteriya balansi va o'sha P&L. Cash flow ham bor, lekin biz hozir cash flow haqida gaplashmay turaylik. Mana shu ikkita hisobot bo'lishi shart. Haqiqatan ham agar siz aytganingizdek biznesga kimdir ERP ni to'liq joriy qildim deb aytsa-yu, lekin mana shu ikkita hisobotni ko'ra olmayotgan bo'lsa, unda men ham hayronman, u qanaqa qilib ERP ni qo'ydim deya oladi. ERP ya'ni kompaniya resurslarini boshqaryapman, resurslarni rejalashtiryapman deya oladi-da. Bu shunaqa. Bilmayman. Shuning uchun ham aytdim-da boshda, muvaffaqiyatli qo'yilgan loyiha va shunchaki qo'yilgan loyiha farqi bor. Muvaffaqiyatni biz moliya bilan o'lchaymiz baribir. Shunaqa. Siz savolingizga qaytadigan bo'lsam, siz so'radingizki, buxgalteriya qalay o'zi ERP da dedingiz-ku? Men finans deb ketdim. O'zi chet ellarda menimcha buxgalteriya va finansda alohida ko'rilmaydi. Birla narsa, siz ham alohida ko'rmaysiz. Shuning uchun ham menga fikrlashingiz yoqadi. Xo'p, lekin bizda nimagadir buxgalteriya va finans deb ikkita yo'nalish bilan ko'riladi-da. Endi keling, biz finans deb ko'rishni yaxshi ko'ramiz. Buxgalteriya degani, buxgalteriyani ham polniy qilib bera oladi. Aynan o'du. O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha qila olmaydi-da, faqat adresda bor deyshadi. Aslida unday emas. Bizda bittagina zaпрос tushdi va qilib berdik. U ham bo'lsa chet ellik kompaniya, O'zbekistondagi bitta kompaniyasi bor. O'sha so'radiki, adresni polniy olib tashab, polniy buxgalteriyammi, o'duda qilib bera olaysanmi dedi. Men Saudiyada o'du ishlataman dedi. O'sha Saudiyadan kelgan o'sha arab finansisti aytdiki, men o'du ishlataman. Qanaqadir boshqa programmaga ehtiyojim yo'q. O'sha bilan yopaman. Batta nimaga unaqa yopa olmaysizlar dedi. Yo'q, bo'ladi aka dedim. Plan shitov polniy bo'lsa, o'duda ham bor. O'sha faqatgina bitta o'sha hisob kitobini bizani NSBUga to'g'rilasak va soliqqa topshiriladigan ba'zi bir hisobotlarni bu yoqqa ham razrabotka qilsak, bo'ldi dedim. Qilib bera olaysanmi dedi, qilaman dedim. Va xudo xolisa muvaffaqiyatli topshiryapmiz loyihani. Endi men hayron qoladiganim, butun O'zbekistonning hamma buxgalterlari adres bo'lmasa bu yurgizib bo'lmaydi deb o'ylaydi buxgalteriyani, lekin to'g'ri qandaydir 2-3% bor, Excelda ham yopib yuboradi. Adres ham shart emas ularga. O'zi juda yaxshi tushunadiganlar deb o'ylayman ularni. Men butunlay yangicha bir narsa olib kirmoqchiman. Mana shu O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha buxgalteriyani biz o'duda ishlab chiqdik. Bir 70% ga tayyor. Qaysidir otchotlari bor, sekin-sekin qo'shib boramiz-da uni. 70% ga tayyor bo'lsa ham основной otchotlarni qilish mumkin. Основной otchotlar уже bor demoqchiman. Polniy adresni o'rnini bosa oladigan yana bir ikkinchi bir programma bo'lib kirmoqchiman bozorga. Aynan o'du bilan.
Shunga man qolganlarni ham taklif qilgan bo'lardim. Qaysidir yuragida o'ti bor buxgalterlar bo'lsa, bizda tayyor modullar bor. Men o'zizga ham hali beraman. Sinab ko'ringlar, kami bo'lsa aytsanglar qo'shamiz. Nimaga? Har doim alternativa bo'lishi kerak-da bozorda. Monopoliya qilib kimnidir informatsiya yig'adigan programmasiga qarab qolishimiz kerak emas deb o'ylayman-da. Endi adres shunaqa demoqchi emasman, balki shunaqadir demoqchiman. Endi biz shunaqa deya olmaymiz. Shunaqa deya olmaymiz. Tag'in ertaga bizani adines. Men chunki to'g'risini aytaman, Odoni qanchalik yaxshi ko'rib qolgan bo'lsam, adresni undan ko'p yaxshi ko'rsam yaxshi ko'raman, kam yaxshi ko'rmayman. Yo'q, yaxshi programma, zo'r. Lekin chunki prosta Adines- alternativa bo'lishi kerak zo'r. bozorda deb o'ylayman. Alternativ borligi zo'r, juda ham zo'r. Timboli devordim, mayli xullas. Yo'q, endi Anaqa. anaqa o'zingizda bo'lavering deydi. Men bu Ododagi biznesni boshqarish bo'yicha instrumentlarning juda ham ko'pligi baribir biznes uchun nima deydi, effekt beradi-da, natija beradi-da. Mana Ukrainada qonun chiqdi-da, mana shu harbiy harakatlardan keyin Adines kabi ko'plab dasturlarni, shu jumladan Adnesni ham Ukrainada ishlatish butunlay mumkin emas. Menda boshqa Nimaga? Programma bo'lsa u o'zini serverga qo'yib olib ham ishlatsa bo'lardi-ku ular, to'g'rimi? Tем более ular ishodniy kodlarigacha titib tashab, yo'q, bu ma'lumot o'g'irlamaydi, ishlataveramiz desa ham bo'lardi. Endi bu joylarda juda men fikr bildirishga to'g'risi ojizman, lekin menda boshqa savol bor bitta. Mana siz hozir aytdingizki, Saudiyadagi investorlarning kompaniyalarini O'zbekistondagi o'sha filiali yoki bo'lmasa O'zbekistondagi biznesiga siz Odo tizimini joriy qilib berdik dedingiz. Ular shu boshqa dasturdan aynan Odoga o'tishdi, chunki ular xalqaro darajada, ya'ni o'sha xalqaro ofislarida, ya'ni boshqa bosh ofislarida deydi. Bosh ofisda Odo ishlatishar ekan. Savol shunaqa. Mana shu biznesga Odo joriy qilayotganda siz O'zbekistondagi o'zbek tadbirkorlari bilan xalqaro bozordan kelgan xorijiy tadbirkorlarni hisobga, tizimga, moliyaga, umuman raqamlariga, yondashuvda farq sezdingizmi, qanaqadir farq bormi? Yoki ularni O'zbekistondagi vakillari ham o'zimizni mahalliy Yo'q, O'zbekiston u kompaniya Yashil energiya degan kompaniya. Bu ochiq ma'lumot. Yashil energiya avval davlat tashkiloti edi. Bilsangiz, keyin 51% saudiyalik bir kompaniya sotib oldi va investitsiya kiritish sharti bilan kirgizib ishlab kelmoqda. Unga qadar ular Adines ishlatib kelishgan, endi Odoga o'tkazishyapti. Nimaga? Shu ular kirib hamma narsani har kunligini kerak bo'lsa отчетlarni ko'rib turish uchun bo'ldi. Endi sonlarga, отчетlarga bo'lgan yondashuv qanday desa, ular bizdan bittagina narsa so'radi. NSBUda yurgizaversin, Odoning ichiga NSBU qo'yib berasan-da, faqat bizga MSFO qilib chiqarib berasan отчетlarni oyma-oy yoki kvartal bilan dedi. Mana siz xorijiy kompaniyalar bilan ishladingiz, menimcha bu yog'iga xorijiy kompaniya O'zbekistonda juda ham ko'paysa kerak. Ayniqsa mana aynan bugun prezidentimiz tomonidan shu Toshkent xalqaro moliya markazi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun qabul qilindi-yu. Endi menimcha bu yog'iga investorlar ham O'zbekiston qonunchiligiga nisbatan ishonchi yana ham kuchaygandan keyin уже bizga xorijiy investitsiya ishtirokidagi bizneslar ko'proq kelsa kerak. Bu degani xorijiy dasturlarga, ya'ni to'g'ri xalqaro darajada tan olingan dasturlarga va eng asosiysi mana shu dasturlarni ishlatishni biladigan mutaxassislarga ham talab ko'payadi-da. Shunaqa. Bularni qo'llaydigan bizneslarga ishonch balki yuqoriroq bo'ladi deb o'ylayman men, chunki raqamlaringizni o'shadan ko'radi-da qanaqadir ma'noda. Mana biza yaxshi eslatdingiz. Mana hozirgi o'sha Yashil energiyada o'sha boshqaruvdagi finanslar saudiyaliklar kelganda aytganki, MSFO bo'yicha отчет berib borasizlar degan. U narsani adresda ham bor. Yo'q, lekin bizga как бы top ERP foydalanamiz, o'shalardan birortasi bo'lishi kerak. Odo bo'lsa ham yaxshi deganda, ya'ni shunchaki MSFO standarti bo'lgani bilan siz ishlatadigan tizimingizga ham talab qo'yishadi. Yoki mana ko'pchilik aytadi-yu, IPOga chiqish uchun siz yaxshi dasturlaringiz ham bo'lishi kerak. Chunki любой bitta paytda dastur yozib qolib, MSFO bilan отчет kirgizasiz, lekin tegida boshqacharoq ishlatyapsiz. Shuning uchun ham dasturlarga bo'lgan talabi ham bor ularda. Mana masalan O'zbekistonda masalan qonun bor, AJlar, aksionerlik jamiyatlari hammasi MSFO ga o'tsin deydi. Yoki holdinglar hozir MSFO ga o'tyapti. Nimaga?
xalqaro IPO'larga chiqish uchun, xalqaro investitsiyalar olish uchun, to'g'rimi? U o'sha MSFOga o'tish talablarida ham o'sha top 10 talikda bo'lgan buxgalterskiy, finansoviy yoki ERP programmalardan olinishadi ko'pchiligida. Ya'ni ular ishonch bildiradida. Ishonch bildiradi. To'pligi, dunyo miqyosidagi topda turganligi bu birinchi navbatda ishonchni beradida. Ya'ni qayerdadir prям shunday bo'lsin degan talab menimcha yo'q, lekin topda turishi bu o'zi ishonch, ya'ni ishonch. bo'ldi shu bilan ishlash kerak degan qani beradi. Daveriya beradi Shunaqa, ko'proq, o'sha ishonch beradi. Zo'r. O'sha topdagi ERP yoki accounting modullari O'zbekistonda kim bo'lishi mumkin? NetSuite'midi? Hali buxgalteriya programma bor edi-yu. Zohomidi? Zoho bor. Zoho yoki Sabbor yoki Odoo bor. Hali Oracle'da bitta ikkita bank qo'yganini eshitdim. QuickBook bor, Amerikani. QuickBook'da aytmoqchi edim. QuickBook bor. Shunga o'xshagan как бы top programmalar baribir e'tiborda bo'ladi-da. Bular o'sha topda yuradi haqiqatda. Endi qarang, men sohani bu nafaqat ERP, Odoo ERP sohasi, balki soliq, moliya, buxgalteriya sohasida ham bitta og'riq bor. Bu tadbirkorlar, bizneslar ko'p narsani xohlagani bilan, lekin shuni qilib beradigan mutaxassislarda ham bozor anaqada nima deydi? To'yinmagan hali. Ya'ni o'zi shundoq ham 1Sni zo'r biladigan buxgalterlar yoki bo'lmasam buxgalteriyani, moliyani, boyagi biz siz bilan aytgan moliyaviy hisobotlarni zo'r biladigan mutaxassislarga bozor shundoq ham hali to'yinmagan paytida, ya'ni bozorda juda ham ko'p vakansiyalar bo'lib turgan paytida siz hozir qiynalmayapsizmi? Odoo tizimini joriy qilganingizdan keyin u kompaniyani mutaxassislarini Odooni bilish bilmasligi yoki bo'lmasam umuman Odoo userlari, foydalanuvchilari deylik, Odoo foydalanuvchilari bozorda yetishyaptimi yoki shu yetishmayotganligi sizni qiynamayaptimi? Qanaqadir loyihalaringizda? Boshida qiyinchiliklar bor edi. Lekin biz endi bunga taktichni yondashib, ko'p joylarda kurslar ochib tashladik. Universitetlarda borib, hozir 10dan oshiq universitetlarda Odoo yoki seminar qilib yoki fan qilib kirgizilgan. Qo'y. Eshitmagan. Undan oshiq o'zi. Kirgan. Shundan sekin-sekin ko'payapti bular soni. Endi korxonadachi deydigan bo'lsak, korxonadagi aynan qiyinroq otчетlar yoki qiyinroq operatsiyalar bilan faqat top menejment shug'ullanadi yoki finansistlar yoki bu boshqaruvni yuqoriroqda bo'lgan odamlar shug'ullanadi. Quyiroqda yoki boshqa lavozimlardagilar Odooni oddiy ishlatishadi. Oddiy funksionalni ishlatadi va u juda ham sodda. Naborot ko'zlariga yoqyapti, ko'pchilik pользовательlarga yoqyaptiki, ba'zi bir eskicha programmalardan ko'ra ancha tushunarli ekan deb naborot tushyapti. Hozir bu narsada katta muammo ko'rmayapman. Aksincha hozirgi tendensiya qanaqa ketyapti? Boshqa ERP'da ishlab yurgan, 1Sda, SAPda yoki boshqa ERP'larda ishlab yurganlarni Odooga o'tishni taklif qilyapman yoki o'zlari o'tib ketishgan уже ko'pchiligi. Men ko'p уже jamoalarni bilaman, yuqorida sanab o'tgan nimga o'xshagan dasturlarda avval ishlagan, hozir Odooga o'tib ketishgan. Ular naborot joriy qilish bilan. Naborot hozir muvaffaqiyatli ketyapti ular. Yanada bu yengilroq, oddiyroq bu programma. Bilaman. Bu tomondan men juda yaxshi ko'raman dasturni, chunki rostdan ham foydalanuvchi uchun juda ham sodda. O'zi istalgan tizim, hisob deylik, hisob tizimi yoki o'sha kompaniyani resurslarini boshqarish tizimi deydigan bo'lsak, bu bir nechta bosqichdan iboratda. Birinchi bosqichi bu kompaniyada yoki biznesda sodir bo'lgan jarayonlarni qayd etish, ya'ni ma'lumotlarni yig'ish. Ya'ni bu bizning birinchi bosqichimiz. Ma'lumotlarni yig'ish bilan, ya'ni sodir bo'lgan operatsiyalar haqidagi ma'lumotlarni umumiy bazaga, ma'lumotlar bazasiga kiritish bilan odatda shu operatsiyani amalga oshirgan shaxslar shug'ullanadi. Misol uchun, zavsklad yoki shu omborchi deymizmi, tovarlarni qabul qiladi, tovarlarni qo'yib yuboradi. Snabjenец tovarni zakaz qiladi. Yoki bo'lmasam, sotuv menejeri tovarlarni sotish uchun buyurtma qabul qiladi yoki tovarlarni chiqarib yuborish uchun omborga buyruq, topshiriq beradi va hokazolar. Ya'ni bu yerda ichidagi biznes jarayonlar odatda moliya, buxgalteriya yoki soliq bilan bog'liq bo'lgan bilimlarga ega bo'lmagan mutaxassislar tomonidan amalga oshiriladi va aynan shu jarayonda, ya'ni ma'lumotlarni hisobga olish bosqichida dastur qancha oson bo'lsa, qancha sodda, qulay bo'lsa, shuncha yaxshi. Shunaqa. Shu tomondan men Odooni juda yaxshi ko'raman. Ya'ni
Har bitta moduli juda ham oddiy, juda ham ko'rinishi juda ham oddiy, lekin uni qiladigan ishi ani hazil borku, o'tirsam kichkina ko'rinyapmanmi deydi-ku. Dastur o'zi shunaqada. Bitta qaraganingizda multfilmga o'xshaydi. Haqiqatdan. Lekin uni mana shu xodimlar agar ma'lumotlarni to'g'ri kiritib, o'z vaqtida o'zini qilayotgan ishini to'g'ri yozib borsa, ular baribir Excelda ham, daftarda ham yuritadiku hisobini. Shuni yuritib borsa, endi bu yoqda buxgalter, moliyachi yoki ekonomist va hokazo boshqa shu aynan hisob-kitob bilan shug'ullanadigan bo'lim endi onlayn rejimda, ya'ni uni daftari qachon kelar ekan, Excel qachon kelar ekan emas, onlayn rejimda sodir bo'layotgan operatsiya haqidagi ma'lumot sirazu olib turadi. Bu chunki bizda birinchi bosqichimiz umuman hisobda, birinchi bosqichimiz sodir bo'lgan operatsiyani qayd etish, hisobga olish bo'lsa, ikkinchi bosqichimiz tahlil bosqichi bor-da. Ya'ni endi tahlil qilishimiz uchun boya kakras o'zi siz mana shu narsani aytdingiz, men esimdan chiqdi, hozir shu joyga kakras kelyapmiz. Endi tahlil qilish uchun biza 10 kunlab, 15 kunlab kutishimiz shart emas. Tahlil qilamiz, kechagi kunni bugun tahlil qilishimiz mumkin. Tahlilni mana moliyaviy hisobotda, buxgalteriya hisobida shunaqangi o'zini prinsiplari bor-da. Misol uchun o'z vaqtidalik degan bizda prinsip bor. O'z vaqtidalik degan prinsip bu shuki, agar ma'lumotlar o'z vaqtida tezkorlik bilan taqdim qilinmaydigan bo'lsa, unda ular o'zini qiymatini yo'qotadi, ahamiyatini yo'qotadi. Chunki endi siz qarorni qabul qilganingiz bilan u qaror o'zi teskari bo'lib ketadi-da. Chunki 10 kun oldin yoki 15 kun oldingi ma'lumotga asosan qilgan qaroringiz bugun o'zi teskari ishlashi mumkin. Shuning uchun endi biza tahlilni onlayn rejimda qilib turadigan bo'lsak, ya'ni ikkinchi bosqichimiz o'zi onlayn har kun ishlab turadigan bo'lsa, bizda ikkinchi bosqich tahlildan keyin uchinchi bosqichimiz hisobot taqdim etish bosqichi bo'ladi-da. Ma'lumotlar qayd etildi, ular tahlil qilindi onlayn rejimda va eng qizig'i endi hisobotlar ham onlayn rejimda, to'g'rimi? Ya'ni biza hozir hisobotga dostupimiz bor, chunki hamma operatsion faoliyatlar bitta tizimda yuritilyapti. Hozir biz hammasini yuritib ketyapmiz. Onlayn rejimda hisobotlarni ko'rib turgandan keyin hisobotlarga nimaga kerak o'zi desa, hisobotlar bu qaror qabul qilish uchun kerak. Endi biznesning egasi yoki o'sha top menejeri boyagi biz aytayotgan moliyaviy hisobotlarni yoki boshqaruvga oid bo'lgan siz aytgan turli xil dashbordlar ko'rishiga hisobotlarni onlayn rejimda ko'rib turgandan keyin endi u qarorlarni ham biznes bilan bir vaqtda yurgan holda qabul qila oladi-da. Bitta gap Qarorni onlayn qabul qila oladi. Misol uchun, uzr, men hoshini tugatib olay. Boyagi finansist misol uchun 15 kun отчетni yig'ib, ma'lumotlarni hammasini olib kelib, отчетni qilib, qanchalik to'g'ri, noto'g'ri bo'ldi, bu yerda ozgina riski bor, chunki ma'lumotlar qattiq adashib ketib qolishi mumkin. Lekin hisobotni taqdim qildi 15 kundan keyin va biz ko'ryapmizki, bizani o'zgarmas xarajatlarimiz kattaligi hisobiga marjani oshirmaydigan bo'lsak, bizani hozirgi sotib ob'yomimizda biznes foyda keltirmayapti. Narx oshirish yoki umuman narx siyosatini ko'rib chiqishimiz kerak yoki bo'lmasam ta'minotda, supply chain management deydi-ku. Ta'minotda biz endi narxni optimizatsiya qilish yoki bo'lmasam boyagi mol yetkazib beruvchi bilan narxni tushirish bo'yicha pergovor olib borishimiz kerak-da. Ya'ni bizga to'g'ri kelmayapti degan ma'noda. Shu qarorni tasavvur qiling, biz 15 kundan keyin shuni tushunsak, bu degani biznes 15 kun minusda yoki bo'lmasam 15 kun foyda yo'qotyapti degani. Ani bizda iqtisodchilar bu temani, bu so'zni yaxshi ko'rishadi. Yo'qotilgan foyda degan tushuncha ham bor-da. Ya'ni buxgalteriya foydasi bu haqiqatda bo'lgan, sodir bo'lgan faktdan kelib chiqadigan foyda. Bu yo'qotilgan foyda bo'lsa, sizda tanlov imkoniyatlari bor edi va siz qilgan noto'g'ri tanlovning evaziga siz boshqa to'g'ri tanlovdan ko'ra ko'proq yo'qotishga duch keldingiz. Ya'ni hisoblanadigan yo'qotilgan foyda bor-da. Mana shu narsani mana shu yo'qotiladigan foydalarni kamaytiradi deb ham o'ylayman-da. Mana shu ya'ni onlayn rejimda hisobni yuritish va onlayn rejimda uni tahlil qilib turib, hisobotlarni ko'ra olish, qarorlarni qabul qilishni to'g'riligini, tezkorligini ta'minlab beradi deb hisoblayman. Aniq, bu 100%. Buni уже 50 yil, 100 yil oldin yozilgan gaplar bor ekan. Finans bu kechagi sonlarni ko'rish emas, bu kelajakdagi sonlarni maqsad qilish To'ppa-to'g'ri degan gap bor. Xuddi shunaqa. Boya biz aytganimizdek kakras yana men o'zim gap bo'lib ketaman, chunki hozir menga qiziq temaga kirib ketib qoldik. Boya siz aytdingiz-ku, buxgalter bilan o'zi aslida finansni farqi bor dedingiz-ku. Haqiqatan ham finansni, ya'ni finansistni fokusi, ya'ni uni ko'zi kelajakka qarash kerak. U kelajakka qarab, kelajakdagi raqamlarni bashorat qilish kerak, kelajakdagi raqamlarni planini qo'yish kerak va shunga qarab
qadamlarni bosish kerakda. Buxgalteriya bo'lsa, bu o'tmishda sodir bo'lib o'tgan operatsiyalarni to'g'ri aks ettirib borish kerak. Ya'ni hisobda ma'lumotlarni yig'ib borish kerak. Finans kelajakka prosta tak qara olmaydi-da. U kelajakka qarash uchun kechagi kun haqidagi ma'lumot bugun qo'limizda turgan bo'lishi kerak. Buning uchun bu yoq tomonda, ya'ni o'tmish bilan buxgalteriya juda ham tezkorlik bilan ishlab, o'tmishga juda yaqin yurish kerak. Ana shunda finans kelajakka qarab turib, Sherzod akani zo'r gaplari bor. Biz kurslarga borganmizda endi aytadilar, boshqaruv hisobi qanchalik zo'r bo'lsa, qanchalik to'g'ri yuritilsa, bu sizni boyagi qo'lingizdagi fonarni kuchini shunchalik kuchaytiradi. Ya'ni siz bundoq uzoqqa qaraganingizda kelajak haqida gaplashyapmiz-ku. Boshqaruv hisobi bu qo'lingizdagi fonar. Agar siz boshqaruv hisobini zo'r qilsangiz, bu degani qo'lingizdagi fonar zo'r degan. Bu degani siz kelajakka uzoqroq joyga qara olasizda, chunki fonaringiz ko'proq joyni ko'rsatib beradi. Agar qanchalik hisobingiz nozik bo'lsa, slabiy bo'lsa, bu degani siz qo'lingizdagi fonar shunchalik kuchsiz degani. Bu degani siz kelajakni bashorat qilish, kelajakka planlar qo'yishda fonaringiz shunchalik slabiylik qiladi, ya'ni kuchi yetmaydi. Uzoqni ko'ra olmaysiz. Ya'ni kechagi raqamlar bo'lmagandan keyin siz ertangi raqamlar haqida o'ylashingiz juda qiyin-da. Ertangi raqamlar haqida o'ylashingiz juda qiyin. Va ayniqsa qachonki siz kechagi raqamlarni bir 20 kundan keyin ko'radigan bo'lsangiz, bu degani siz allaqachon o'sha 20 kunga orqada qolyapsiz degani-da. Bitta shu yerda savol paydo bo'ldi-da, Jalol aka. Mana tadbirkorlar bu degani mana siz finansiy sifatida yoki buxgalter deylik. Buxgalter sifatida aytaylik biznesga kelajagini men yaxshilab beraman desangiz, demak hamma tadbirkorlarning oldida kuchli buxgalter finansistlar bo'lishi kerakmi? Yoki savolni boshqacha qo'yaylik, hamma tadbirkorlar finansi kuchli bo'lsa, zo'r tadbirkor bo'lib ketadimi? Chunki men bilaman, buxgalter finansistlarning ikkinchi nima deydi, side effekti ham bor. Sal tadbirkorlik uchun ular risklarga ko'p borishni yoqtirishmaydi deb bilaman. Da, masalan, tadbirkor kuchli finansist bo'lsa zo'r bo'lib ketadimi deganda aksi bo'lishi ham mumkin. Umuman riskka bormasdan umuman tadbirkorlik qila olmasligi ham mumkin-da. Shu yerda qanaqa bo'lish kerak? Tadbirkor qanchalik finansni zo'r bilsa yaxshi-yu yoki bilmasa yaxshimi? Qarang, men o'zim endi hozir bu savolga o'zimdan kelib chiqib javob beraman. Bilganimcha, eshitganimcha, lekin bu hozir siz juda ham jiddiy katta savol beryapsiz-da. Odatda bunaqa savollarni menimcha ko'p yillik tajribasiga ega bo'lgan tadbirkorlardan so'rasak to'g'ri. Lekin keling, shunaqa qilamiz. Nechtalar bu tadbirkorlar bilan ishlaysiz? Keling, shunaqa qilamiz. Men kuzatuvlarimdan, eshitganimdan, bilganimdan, qanaqadir ma'noda o'zim tajribamdan kelib chiqib javob berishga harakat qilib ko'raman. Xo'p, demak, haqiqatan ham siz to'g'ri aytdingiz, biznes, ya'ni tadbirkorlik bu riskka quriladi. Ya'ni siz qayerdadir risk qilmaydigan bo'lsangiz, o'smasligingiz mumkin. Ya'ni har doim qo'rqib, ikkilanib, 10 marta hisob-kitob qilib, ya'ni 7 o'lchab 1 kes degan narsa tadbirkorlikda ko'pincha xalaqit berib qolishi mumkin. Haqiqatda ham riskni yaxshi ko'radigan va hokazo deyshadi-ku. Lekin boshqa tomondan, agar siz mana shu 7 o'lchashni bir martada amalga oshira olsangiz nima bo'ladi? Misol uchun kimdir 7 marta o'lchagandagi natijani siz bir martada ko'ra olsangiz nima bo'ladi? Buning uchun sizda moliya juda kuchli bo'lish kerak-da. Mana misol uchun men juda ko'p misol keltiraman. Mana shu savolga mana bizda O'zbekistonda siz chakana savdo bo'yicha, produktoviy magazinlar bo'yicha qaysi brendni birinchi bo'lib eslaysiz? Havasi. Surpriz bo'ldi. Nega Havas? Noodatiy javob berdim. Ssenariyni buzib qo'ydingiz-ku. Kartinkani eslaysizmi? Ya'ni aytadi-yu, ibratli gapim beliga tepdi deydi-yu. Kartinkani eslamaysiz? Keling, men havas deylik. Rostdan havas esladim deylik. Rostdan havas edingiz. Bilmayman unda. Lekin siz havas eslayotgansiz, zo'r. Havas qildim sizni xotiringizga, lekin shundoq bo'lsin. Lekin ko'pchilik tadbirkorlar, ko'pchilik insonlar kartinkani birinchi eslaydi. Va o'zi aslida chakana savdo tarmoqlarini yaratayotgan ham o'zi yaratayotganlardan biri ham kartinka. Va shu bilan birgalikda nechta turli xil raqobatchilarni turli davrlarda kartinka misol uchun qaysidir ma'noda nokaut qilib qo'ydi deylik, yoki bozordan chiqarib yubordi, yoki bo'lmasam ular o'zlari bozordan chiqib ketishdi. Lekin kartinka bozorda, ya'ni jang maydonida hali ham ishlab kelyapti. Nimaga? Chunki avvalambor men o'ylayman, bu to'g'ri hisob-kitob, to'g'ri matematika orqali-da. Chunki siz
nimaga risk qilayotganingizni bilasiz. Agar raqamlaringiz aniq bo'lsa, siz albatta risk qilasiz. Chunki men juda qiziquvchanman va Korzinkani o'zini saytida e'lon qilinadigan moliya hisobotlarini kuzatib boraman-da. U yerda misol uchun agar oxirgi 2024 yoki 2025-yilni ko'rsangiz, moliya hisobotlarida foyda yo'q. Yo'q. Ha, Filiallar ochilgan hisobga xuddi bo'lsa shunaqa. kerak, sklad ochyapti. Lekin risk qilib bu yerda risk qilinganda, ya'ni qaysidir yillarda foyda olmaymiz mayli degandaki o'zligini juda ham kuchli matematika hisob-kitobligi bor deb bilaman-da men. Ya'ni bu yerda aniq raqamlarga asoslangan risk qilinadi-da. Misol uchun, ko'p filial ochyapmiz, nimaga filial ochilyapti? Aniq hisob-kitob bor. 10 ta filial ochadigan bo'lsak, bu filial to'g'ri bu yil bizga birinchi yili klientlar kelguncha hokazo manimcha zarar olib kelishi mumkin, lekin filial 1 yildan keyin yoki 3 yildan keyin ishlab ketadi degan raqamlar keladi-da. Ya'ni qo'llarida raqamlar, hisob-kitoblari bor inson riskni boshqalardan ko'ra to'g'riroq qabul qiladi-da. Siz aniq bilasiz nimaga risk qilayotganingizni yoki qaysi filialni endi yopish kerak desa, sizda aniq matematika bo'ladi. Siz misol uchun eng qizig'i mana ayniqsa borku, katta bizneslarda, tarmoqli bizneslarda matematika juda muhim. Chunki boshqaruv hisobida qaysi filial zarar keltiryapti, qaysi filial foydada degan narsani o'lchash ham muhimda. O'shanda siz bilib turgan holda qabul qilasiz riskni. Mana shu filial menga zarar keltiryapti, lekin men brend uchun mana shu filialning zararini qoplab turishga tayyorman degan qarorni qabul qilasiz. Bu agar sonlaringiz bo'lsa, agar moliyangiz bo'lsa, agar tizimingiz bo'lsa, sonlaringiz bo'lmasa hammasini orqaga tortib ketishi mumkin o'sha filial. Sonlaringiz bo'lmasa, o'sha filial tortib ketishi mumkin. Siz bilmay qolasiz, qachon qaysi filialni yopish kerakligini-da. Shuning uchun men o'ylaymanki, moliya juda ham muhim va istalgan tadbirkorni albatta juda ham kuchli o'zini moliya bo'limi yoki moliya mutaxassisi yoki bo'lmasam umuman katta tadbirkor bo'lsa, albatta kuchli moliya direktori bo'lishi kerak. Agar kichkinaroq biznes bo'ladigan bo'lsa yoki o'rta biznes yoki kichikroq biznes bo'ladigan bo'lsa, menimcha moliya mutaxassislaridan konsultatsiya olish yoki bo'lmasam tadbirkorlar uchun mo'ljallangan moliya kurslarini hachaba bir marta o'qib o'rganib olishni men tavsiya qilaman. To'g'ri deb bilaman, tavsiya qilaman dorbilik, chunki hozir o'zi tavsiya qilishga hali darajamiz yetadimi yo'qmi bilmaymiz-da. Lekin men shuni to'g'ri deb bilaman, ya'ni tadbirkor albatta moliyani bilishi kerak, moliyani biladigan mutaxassis bo'lishi kerak va u qarorlarini moliyadan kelib chiqib qabul qilish kerak. Chunki tadbirkor baribir foyda qilish maqsadida kiradi-da. Haqiqat. Nima deydi? Men O'zbekistonda har bir burchagida, misol uchun, bittadan butkan bo'lishni xohlayman degan tadbirkor bo'lsa, unda u o'zbekcha maqol borku, yotib yesang tog'am yetmaydi-da, tog'am kemiriladimi, shunaqa degan narsa bor. Maqol bor, shunaqa. Tog'am tugab qoladi-da bir kun. Katta tog'ni ham agar yotib olib yeydigan bo'lsangiz, tugab qoladi. Bu degani siz biznes qilyapsizmi? Unda albatta moliyaga, raqamlarga, o'zi foyda ko'ryapmizmi, ko'rmayapmizmi degan bogi moliya hisobotlarga, keyin qayerdan foyda ko'ryapmiz, nimaga foyda ko'ryapmiz, nimani hisobidan zarar ko'ryapmiz, mana shu zararni bizni o'zimizni boshqa foydamizni hisobidan moliyalashtirib turishga rozimizmi, rozi emasmizmi, tayyormizmi degan narsalarni hisobga olish kerak bo'ladi-da. Men yaqinda bir tadbirkorlik, endi biz ko'p tadbirkorliklar bilan ishlaymiz. Bittasini ko'rdim 6 oy avval, o'tgan yili deylik, 6 oydan oshdi-ku endi bu yil ham. Juda milliardovoy tashkilot edi so'mda, xo'p. Bir necha million dollar оборотlik tashkilot edi. Mana hozirgi holatga ko'ra juda ayanchli holatda. 6 oy yetarli ekan bir necha milliarddan nolga tushib qolishga. Tog' tugadi. Endi bu nimadan bo'ldi desa, baribir aytganingizdek, oldindan o'sha prognozlar, sonlarni vaqtida e'tibor bermaslik va ko'p yana faktorlar ko'p. Endi ko'p u yerda bittagina shu bilan bo'lmaydi baribir, faktorlar ko'p, lekin buni oldini olish mumkin edi deb o'ylayman. Menimcha ham Agar sonlarni to'g'ri analiz qilib, bunga to'g'ri yondashganda vaqtida. raqamlarga e'tibor berish muhimda. Zo'r. Men nima deydi, o'zim lichna guvohi bo'lmagandimda hozirga qadar, что 6 oyda milliardoviy tashkilotda holati, taqdiri bunchalik o'zgarib ketishi mumkinligiga. Tushunarli. Bu demak siz haqiqatda real case'da ham ko'ribsiz-da, Real case'da moliyani ko'rib raqamlarni qanchalik shok bo'ldim даже. Prям shok bo'ldim.
Shunaqasi ham bo'lar ekan. Shuning uchun bu yerda sizning reklamangiz bo'lishi mumkin edi, finansiy kurs bo'yicha. Rostdan O'zim bir- ochib yuboraman. O'zingiz ochib olsangiz bo'lar ekanda. Endi nima deydi, u har xil kurslar bor-ku, finans для nefinansistov degan kitoblar bor, ha? Aka bitta gap aytaymi? Ha. Men shundoq kurs o'taman. Bundan oldingi podkastimizda biz Profi Training biznes maktabi asoschisi Tatyana Shalnova bilan biz podkast qildik va именно urada Finanсы для nefinansist degan kurs bor. Aynan o'sha kursni men o'zbek tilida o'tishni boshladim. Hozir bitta juda ham katta tashkilotni bir 40 ga yaqin xodimlariga shu kursni o'tdim yaqinda o'zbek tilida. Shuning uchun agar mabodo sizlarga shu moliya mutaxassislari bo'lmaganlar uchun moliya degan kurs qiziq bo'ladigan bo'lsa, biz buni Profi Training bilan tashkil qilib berishimiz mumkin. Shuning uchun aka reklama bor. Bo'ldi, reklama begona bo'lmadi. Reklama begona bo'lmadi. Zo'r. Aka, menimcha bugungi suhbatimiz juda ham foydali bo'ldi. Hisob haqida gaplashdik, tizim haqida gaplashdik, raqamlashtirish va umuman xalqaro darajadagi tizimlar nima berish haqida ko'p gaplashdik. Keling shu suhbatimiz oxirida bizani shu suhbatimiz shu joygacha kelib ko'rgan tadbirkorlar uchun sizni kompaniyasi tomonidan yoki shaxsan siz tomoningizdan biron bir sovg'a tashkil qilaylik. Siz nima taklif qilasiz bizani auditoriyamizga, bizani kuzatuvchilarimizga? Deep Vision kompaniyasi yoki Amon Olimov nomidan. Oldindan bilmasdim men sovg'a berish kerakligini bu yerda. Shunga hozir aytib qolganingizda, biz hali endi Instagramda target qilib bir xizmatimizni taklif qilmoqchi edik. U ham bo'lsa audit, ya'ni raqamlashtirish menga nech pul beradi meni biznesimga degan savolga javob berish xizmati. Biz uni pulli xizmat qilgandik. Shuni bir mana shu siz podkastingizdan bizga telefon qilishsa, nomerimni ham yozib qo'ying. Win-win promo kodi bilan Win-win podkastdan telefon qilyapman deyishsa, Zo'r. aynan shuni bepulga qilib berishga qilib beramiz. O'zi Bepul bu konsultatsiya nech pul turadi? 2000 dan qilardik. Zo'r. 2000 dollarlik konsultatsiyani Win-win promo kodi bilan bepulga olishinglar mumkin. Shunaqa. Zo'r, rahmat. Borib hisoblaymiz. O'zi u yerga raqamlashtirish kerakmi? Kerak bo'lsa qaysi programma? Programmani tanlagandan keyin nech pul olib keladi bu programmani joriy qilsak, aynan sizni tadbirkorligingizga. Buni analiz qilsa bo'ladi. Shu uslugani taklif qilamiz tinglovchilar uchun. Zo'r. Endi men bitta buxgalterlar agar bizani mavzuda tinglashayotgan bo'lsa, buxgalterlarga bitta sovg'a beraman. Bu ham aslida balki sizni hisobingizdan bo'lar. Hozir sovg'ani berib yuboraman, keyin oxirida aytasiz rozi bo'lasizmi yo'qmi? Agar bizani podkastimizni shu joygacha tomosha qilib kelgan moliya mutaxassislari, buxgalteriya mutaxassislari, o'zi umuman mana shu sohadagi mutaxassislar bo'ladigan bo'lsa va sizlar Odo tizimini o'rganmoqchi bo'lsanglar yoki bo'lmasam Odo tizimini shu kungacha ko'rib keldinglar, lekin uni to'liq versiyasini qanaqa ko'rsam bo'lardi, Odo o'zi pulli ekan, pul to'lab uni ko'rishga, o'rganishga qiynalyapman degan qo'rquvlar, cheklovlar bo'ladigan bo'lsa, biz sizlarga o'rganishinglar uchun Odo platformasiga Edo versiyada dostуп ochib bera olamiz, to'g'rimi? Ya'ni agar siz Odo dasturini o'rganmoqchi bo'lsangiz va Odo dasturini o'rganib, xalqaro darajadagi mutaxassisga aylanmoqchi bo'lsangiz, unda biz sizga mana shu pul turadigan Odo platformasiga sizga bepulga 3 oylik dostupni berishimiz mumkin bo'ladi. Uning uchun yana o'sha promo kodni qo'llaysiz. Win-win promo kodi bilan qo'lga kiritishingiz mumkin. Rozimisiz mana shu imkoniyatga ham? Gap yo'q, qilib bizga bu dasturni ixlosmandlari qancha ko'paysa, shuncha qiziq. Zo'r. Bugungi tashrifingiz uchun sizga rahmat. Xudo Sizga rahmat. O'ylaymanki, tinglovchilar uchun manfaatli bo'ladi va kelgusida yana qanchadir vaqtdan keyin albatta siz bilan tizimlashtirish, raqamlashtirish va umuman Odo mavzusiga yana qaytamiz deb o'ylayman. Rahmat katta. Xudo xolisa davomli bo'lsin. Men lichdan o'zim siz bilan suhbatdan yana bir bor manfaatli bo'ldi, foydali bo'ldi menga. Ani kursingizga meni ham qo'shib qo'ysangiz bo'lar ekan. Bo'ldi. Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Sog' bo'ling.